hamma ayollarni bitta layla tashlab ketadi desam ishonasizlarmi? Ular hammasi bir xil. Men mabodo telefonda video yuzida gaplashib o'tirgan xonaga adashib kirib qolsangiz o'ldimi? Ha, xolasi mana Feruzbek gapi bor ekan. Men gaplashib tur, men xamirimni qilib olay. Gapim yo'q, men nima deyim? Uluka Moria dub zeloni deyman. Nima deyman men? Tabriklab qo'y, tabriklab. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymansan. Voy, tug'ilgan kun emas, nevarali bo'ldi. Men qachondan tug'ilgan kun bilan tabriklaydigan yoshdan nevarali bo'lgan odam tabriklaydigan yoshga o'tib qoldim. Men hali u darajada emasman, men pastdaman hali beri. Mana shunaqada e'tibor ham berishmay, g'o'dayib o'sib qolishgan. Voy, Real Madridda o'ynami hali nevarali bo'lish e'tibor qaratib turaman. Yo, men Radonda ishlayman. Qo'shnimizni qizi borligini qo'shnimizni qizi erga tekkanda bildim. U to'y bo'lganda, kandan cho'ganda. U yoqda ham kimdir ayas, u tarafda ham. Hozir men xonaga chiqib olay deb turishni bitta xonaga chiqadi. 4 yoshli uxlab yotgan bolamni deb o'rnidan turgizib tur. Tur, bolammi? Akangga hali yodlagan she'ringni aytib qo'y. Umuman ikkita suhbatga aloqasi yo'q mujik gaplashib o'tiribmiz. Bittasi 4 yosh, bittasi 20 yosh. Keyin eng qiziga aytib bergandan keyin, "Bo'ldi, uxla ol bolam, mahnaqada kechqurun uxlashmaydi, to'polon qiladi bular." Ha, uxlayatdi. O'ylashim bo'yicha eng yaqin do'stga qarz berishni qonunan taqiqlab qo'yish kerak edi. Bu bola mendan olgan pulini seriozniy qabul qilmayapti. "Hali pulni berasan desam, nimaga ishlatasan?" deyapti. Men o'zim bergan pulimni qaytarib olish uchun bankdan kredit olganda sabab bilan borishim kerakmi seni oldinga bu? Meni miriya vazirligimga ta'sir ko'rsatyapti. Kredit olmagan bank qolmadi, ishonasizlar? Banklar ham bilmayman haligi. Kredit olishdan maqsadingiz desa, "Qulpini yemaganim yancha bo'ldi" desa ham berib yuboryaptimi, hayronman to'g'risi. O'zi shu 2005 tepasida bolalar ancha-muncha gap so'ziga ishon bo'lmaydi. Chunki bular maktabda hech qanaqa ChatGPT, hech qanaqa Google'siz maktabdagi hayotimda 3 varaqli insho yozgan bolalarda bular to'qish kerak bo'lsa nimadir? Dostoyevskiydan necha mingta o'qiydi. Yana istoriyasiga haligi Allohdan jon qarzimiz bor, bandasiga bosh egmaymiz deb bosh egmagan bandamiz qolmadi degan, non ursin deb Novvoydan qarz olib ketibsan u. O'zi shu maktabda haligi bufetdan qarz olib ketib, ustoz kelib, "Dadang nomerini ber, telefon qilaman" desa, "Dadam xotini bor" degan payting tushunishim kerak edi. O'zi sen nimadir nito bo'lishini seni hayotingda. Men omad so'ziga sinonim sifatida tarixga kirsam kerak deb o'ylayman-da. Omad qushlari mana shu yerda parkovka qo'yib olganda, omad meni tepalab olgan, bir emas omad urib ketgan. Qay darajada odam omadli bo'lish kerak? Kursga ham ta'sir o'tkazish uchun-da. Men Rossiyada yurgan paytim pul jo'natsam O'zbekistonga, yilda 5000 rubl jo'natsam 3 tamikini somsa berardi. Hozir men ketdim, sirazi kursam yaxshi tarafga o'ynashni boshlagan. Rosa pul jo'natadigan bo'lib davom etyapti-da ketishda. Men siqilaman da shuni ko'rib turib. Eng qizig'i biz pul jo'natadigan privilegiyalar ham holagancha cho'tar olib berardi. Pul qachon boradi aytish yo'q, uka, borganda bilasan deb turaverardi. Hozir mana privilegiyalar ham chiqdi. Anzirpay degan privilegiya chiqdi. Hamma sertifikatlari bor ekan. O'zbekistondagi Humo, Uzcard, Visa kartalariga pul tashlasangiz bo'lar ekan Rossiyadan. Xohlasangiz naqd pul holatda tashlaysiz ekan. Eng qizig'i shuni privilegiyadan ustanib ketsangiz 400 rubl sizga bonus berar ekan. 400 rubl prosta berar ekan. Biz pul tashlash uchun 400 rubl berardi, ya'ni pul tashlab beradigan odam. Ishonasizlarmi? Men omadliman-da. Har kim sevgilisi bo'lishga haqli, ammo oshnam ikkovimiz qo'shimcha 2 ta yaxta, 2 ta Ferrari, 2 ta villa, xullas millioner bo'lishga ham haqli ekan. Biz bunday o'tirib ekanmiz, hisob-kitob qilishga to'g'ri kelyapti. Chunki biz o'chirib kelib qoldi-da, o'shali ajdodlarimizda ham Ferrarisi bor yo'q ekan, bir millioneri yo'q ekan. Ashungaligi millioner bo'lmaslik, gendanmasligini isbotlashimiz kerak edi. Uje sirazi millioner bo'lib ketmasa, uje men ugri ham o'sal topyapti ko'rib, 1 so'm arenda to'lamayapti, soliq to'lamayapti bu yerda turganiga. Xullas, ashunga o'zingizlar ham vijdonan aytinglar, shu hayotga kelib achinmaysizlarmi? Yashagan umringlarga oshnam ikkovimiz millioner holatda ko'rmasin. Sizlarni o'ylayapsiz, o'lib ketgandan keyin shu ikkita bolani millioner holatda ko'rish nasib qilmadi deyishmasin deb. Shunga endi bir haligi bir yordam ko'rasizlar, to'g'ri motivatsiya kerak emas. 16 xil tilda motivatsiya eshitdik. Bizga motivatsiya aytgan odamlar ham bankrot ham bo'lib ketdi. Bir pul to'plab, bir surpriz qilsalar ham rosa maqsadga muvofiq bo'lardi, bo'lmasa to'g'ri rosa qiylanib ketdik. Sirazi u. Ertaga 14 fevral bizni Telegram kanalimizda sevishganlarda 9-mart sanasigacha urushtirib qo'yish xizmati mavjud. Albatta ajoyib bahonalar to'plamini tayyorlab qo'yganmiz. Bu bahonalar to'plamini shu kerakli paytda urushib qo'yish bo'yicha uzoq yillik tajribaga ega mutaxassis va salohiyatli babnik akalar orqali tuzganmiz. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Bu yil qanaqa sovg'a oldingiz desa, senga meni o'zim sovg'aman deyorish har yili ham o'tolmaydi. O'tgan yil ham to'shnash sovg'ani bergan bo'lsa kerak. Sovg'ani yangilab turish kerak. Bu haligi uje srok o'tib qolgan bunaqa sovg'alar uje hech kimga kerak emas. Shuning uchun haligi xuddi menga o'xshagan Ayazdan boshqa hech kim sevmaydigan 14 fevralda Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni deb o'zini o'zi ovutib kechgacha uxlaydigan insonlar uchun ham alohida takliflar bor. Ertaga xohlasalar Tinch okeaniga chiqib ketyapmiz. 1 litrli bank olsanglar o'lchab kelamiz Tinch okeanining suvi necha litrligini. Bo'ptimi? Labingda boling asalday, tilingda so'zing g'azalday. Qanday qilib bitta trend
odamga двойной нагрузка berish mumkin. Ikki taraflama. Bitta trend o'zida ikki marta siqilishi mumkin odam. Birinchidan, labingda boring asalday deyish uchun prava yo'q. Ikkinchidan, tilingda so'zing g'azalday deyish uchun ma'da bunday qiladigan yo'q. Bu qanaqasiga bu trend? Haligi высший kategoriyadagi baxtli insonlar uchun chiqarilgan trend bu. Biz nima? Biz chiqaron, biz yerdan chiqqan qo'zg'orinmizmi yo biz qaysidir emlatgani vaqtida olmaganmizmi? Biz nima qildik biz? Qayerda xato qilyapmiz biz? Yo, men hamma odam baxtli bo'lishiga qarshi emasman. Hamma baxtli bo'l, lekin men ham qolib ketmay. Men ham qolib ketmasligim kerak-da. Men ham birga ketishim kerak-da hamma bilan. Bu yemagan trend mana shu, yemagan trend. Bu gunoh, bu maqtanish ashna qilib. Bu ashnaqa. Hali kunuzda yangilikni ko'rdinglarmi? Nechtadir odam dokument tarqab ketdi degan. Hali beri tasdiqlanmagan bo'lsa ham men baribir sizlarni ogohlantirib emas, sizlarga yaxshilik qilishda davom etaman, yaxshi odamman bilasizlar. Bitta telefon qilib, "Uka, sizni dadangizni taniyman, palonchi, pistonchi, ukangiz ham palonchi, pistonchi ekan, karta tashlang, pul yutib oldingiz" desa, hech qayerda qatnashmagan bo'lsalar ham, "Bo'pti" deb kartani tashlab berib, akalar yana bahorga chiqib, "Ha" desa, "Bir Rossiya borib kelaylik" deb turmanglar. Undan ko'ra tinchgina, "Kim u aka, tanimayman, hech ham bunaqa odam yo'q. Men mishig'im bilan bitta o'zimiz yashaymiz ekanmizlar" deb beringlar. Parol sap, qanaqa parol esda yo'q. Joni kecha nima ovqat yeganimiz esimizda yo'q. Biz mana shunaqa uyimiz bilan, oilaviy, mahallamiz bilan tin-ton kirishamiz, ketib qolgan jindaymo. Hali tuzimiz kamroq deb beraverasizlar. Hech kimga hech narsa aytmasa, bo'lmasa, nima ekan deb turaverish kerak. Men har ehtimolga qarshi ukamni ham bloklab qo'ydim. Sizlar ham mana shunaqa qilinglar. Qarochi, hozirlarga bitta narsa ko'rsataman. Ma telefonni qaranglar turishini. Mashinani tomida turibdi. Qarochi, mo'ykadan chiqqanmiz. Mo'yka qilgan bratniki, o'sha mo'shi brat telefoni mashinaga qo'yib qo'ygan. Qolib ketgan. Biz gideta bir 15 kilometr yurganmiz. Uning ichida shashka-pashka bir narsalar, Shumaherdan chamindayroq yurganmiz. Qarochi, ashinda ham telefon turibdi, umuman mana. O'zingizlar ko'raman, mo'ykan izlari ham turibdi. Sal-pal farmar bir narsa qo'ying. Ashinda turibdi. Yana bir marta amin bo'ldim, halol peshona teri bilan topilgan narsa baribir ketmaydi hech qayerga, o'ziga qaytib keladi, halolligi uchun. Shuning uchun endi bu telefon sotiladi. Bir ham yaxshi odamman, bugungi kundan boshlab 30 kun mobaynida men ko'chada luboy ko'rgan odamga "Siz ham roza tutdingizmi yo tutmadingizmi?" deb hijolat qilish bilan shug'ullanaman. Meni tanigan hamma meni har xil yomon joylarga chaqirishni to'xtatinglar, bo'ldi. Men sizlar safiylardan emasman. Men dekret 60 ga chiqdim. Meni bemalol chaqirishinglar mumkin bo'lgan yagona joy bu iftor. Bugundan boshlab men iftor etyapman. Faqat go'sht bo'lsa boraman, bo'lmasa bezovta qilmanglar. Xo'p, men bugungi kundan boshlab aytganimda yaxshi ishlar namoyandasi, yomon va harom ishlarga qarshi kurash markaz rahnamo sifatida o'zimni tanishtiryapman sizlarga. Kim 30 kun mobaynida menga Instagramdan har xil ovqatli videolarini, ovqatli rasmlarini tashlaydigan bo'lsa, aytib qo'ya oldindan sirazi bloklayman, ogohlantirib qo'yapman. Sirazi blok umuman umrbodga ochilmaydi. Qizlar, sizlar ham menga yozish to'xtatinglar 30 kun. Yo'q, mayli 30. Xullas, Ramazon muborak. Oylik tugadi-yu, shu oy tugamayapti-da, onasini hamsin. Bilmaysizlarmi? Fevralda kunlar 64 soatli emasmi? 24 soat oldin bir pasda o'tib ketardi. Hozir soat kimdir balab qo'yganmi bilmayman. 3 kun oldin qarasam ham 11-fevral edi. Hozir ham 11-fevral. O'zi oylardachi shu 15 kunlik qilib qo'ysangiz zo'r bo'lar. Har 15 kunda bir oylik olamidi deyman-da. O'zi har yili shu yilni boshidagi 12 oy rosa qiyin o'tadi-da, qandaydir bu. Bu yil ham shu haligi Mark Zuckerberg, Elon Musk'larda ham shunaqa hayol bo'larmikin, shu oyda eplab tugatib olsam, pulni yetkazib olsam, kreditlar ham turib, xalta urib qo'yganda zo'r bo'lardi, tamom deb sezon-pezonni kutarmikin bular ham. Uni ustiga zerikib Instagramga kirsang, hamma Einstein, yomon Einstein, Miyagi bilan zo'r qo'shiqlar aytgan, duet. Einstein haligi Newton bilan duet holatda dunyoda hamma ucha oladigan fizika faniga katta hissasini qo'shgan odam nima hamma yomonlayapti. Bolalar, oldindan ogohlantirib qo'yapman. Roza kelyapti, iftor qilamiz, pul to'plab turish, pul bo'lmay qoldi deyishmasin deb oldindan ogohlantiryapman. Shu iftor bahana to'planaylik, bo'lmasa oxirgi marta to'plangan paytimiz biz Zaporoj Zaks mashina edi, shundan keyin to'planmadik. Har xil bahonalarni yotmaydi hali. Ishonamdan ulashmadi deyishmagan. Luboy nachalik 30 kun ichida ichib bir marta ruxsat beradi. Uka borib kela, iftorga bo'lsa deydi. Xristian mastur har holda. O'zbekchani shu menga o'g'ri so'zsa, nachalniya post berishal desang chiqaraveradi. U soat nechidaligini bilmay qoldi degan bahana ham o'tmaydi. Bu iftor bu, peshindan chiqishga bo'lmaydi, kech payti bo'ladi. Har safargida qanaqa ovqat yeyishni kelisha olmasdan Telegram grupadan nari tarqab ketishimga yo'q. Roza tutib kelisang, luboy ovqat shirin bo'ladi. Hamma tutib kelgan haligi og'iz ocharga 3 minut qo'yganda hamma low hop o'tirganda bir kishi chekadek yer yangarmaydilab o'tirganda hech kimga yoqmaydi.
Hamma tutki, bolalar tutishgan, to'g'risi. So'kinishmaysan, ichishmaysan, chekishmaysan, chiroyli yurishasan, ha? O'zi yilda qolgan 12 oyda odam o'ldirib qo'yishmayapsan, xolos, to'g'risi. Shu ro'za ichib. Bugun kola sotib oldim. Oshnog'aynim puliga emas, qandash urug'di puliga emas. Hech qanaqa qarz olmadim o'zimning pulimga. Qanday qilib bu darajaga erishdi degan bo'lishingiz mumkin. Nechta uyqusiz tunlar o'tgan bu. Hammani qo'lidan keladi, hammani qo'lidan keladi. Faqat disiplina, intizom, to'g'ri joyda to'g'ri qarorlar qabul qilish, motivatsiya, vulkanizatsiya. Faqatgina hali uyquga vaqt ajratmanglar umuman. Hali charchab ketyapman degan narsa xayolinglardan chiqadi. Charchab ketdinglar, uxlab olinglar bo'ldi. Uyquga vaqt ajratish bo'lmasin. Kecha menga cho'ntagingda hemiring yo'q ekan, qizimni bermayman deganlar. Nima deyapman o darajaman? Pamel choy emas bu sizlarga yoki haligi yuppi emas bu, dahsuvga damlab ichib qo'ygani yoki deb haligi achchagilol suv emas, baklashga sol cho'pay aralashtirib ichib qo'ygan. Bu daraja o'sha, tushunyapsizlar? Jim, bir gram ham kibr yo'q. Tinchlik. Ancha-munchasini shovqinidan bizni tinchligimiz balandroq eshitiladi bu. Hamma ota-onasining puliga kuchayayotgan bir davrda biz o'z kuchimiz bilan pastga qulashda davom etamiz. Bir gram ham oldi yurish. Men planlarim bo'yicha bu yoshimgacha hali kambag'allarga yordam beradigan inson bo'lishim kerak edi. Ularga qo'shilib qolishim emas. Bu hammani hayotidan bunday qarasangiz haligi bir nimadirgadir ibrat olsa bo'ladi-yu. Ba'zi odamlar hayotdan kino olinadi, ba'zisidan kitob yoziladi. U biznikidan ham bir telenovela bo'lsa ham chiqamikin deyman-da. Gazetada bitta maqola olsa ham hech yo'q. Yo shu reelsmikin bizniki deb o'ylayman-da, to'g'risi. Kredit ham to'ydirdi. Kredit ham shu telefon qiladi, uka kredit vaqt o'tib ketayotgan, to'lab qo'yasizmi deydi. Sizdan olganman aka desam, yo'q deydi. Bankdan olganman-da men, u akadan olmaganman. Ha men telefon qilib hozir aka men oshnangizda qarzingiz bor ekan, bering desam, berasizmi menga desam, yo'q deydi. O'ziga bermayapti, menga qada beradi. Shu o'ylantiryapti-da hozir. Hech o'ylab ko'rganmisizlar, nimaga hamma xonani svetni o'chirib yoqadigan включатель ichida bo'ladi-yu, bitta hojatxonaniki tashqarisida bo'ladi. Eng qizig'i siz hojatxonaga kirayotganingiz ukangiz har doim ko'rib qoladi. Ukalar включателni o'ta qattiq kelishadi. Misol uchun, qay darajada desanglar, dadam включатель remont qilayotgan bo'ladi, avtomatdan svetni tashab, ukam fonar yoqib turgan bo'ladi. "O'y, fonarni yaxshi yoqa olmayapsan, to'g'ri yoq" desa, borib dadamga yorug'roq bo'lsin deb turib avtomatdan svetni ko'tarib keladigan положениеda dedi. Tushunyapsizlarmi? Bu eng qizig'i uni qilgan ish uchun sizlar ham so'kish eshitgansizlar. Men o'rganib qo'yganman. Hali uyda kattalar kimnidir so'kyapsa, o'zim o'rganga solib olishni o'rganib olganman-da, o'ta bir kurslar o'qiganman u. Chunki men bunday so'kyap turib, "Kallani ishlasang bo'lmaydimi? Shuni kish ham qilasanmi?" Bunday ko'rib olib turib, "Feruzam to'ydirdi." Odam bo'lmaydi bu deb berdi. Prosta ayt, tushunyapsizlarmi? Men bunaqa ukani biroq bo'lib to'lashga ham olmaydi-da bitta joyda tavba qildim. Voy, mana Instagramda, Telegramda голосовой yozadiganlar bor-u. Sizlarni telefoningizlarda klaviatura chiqmaydimi bunday bossanglar? Yo bir narsa chekasizlarmi? Kasalmisizlar sizlar tavba qildim. Yo bittasi ovozingizlarga mubtaloman deganmi? Voy, 3,5 minutlik голосовой tashab beradi-da, 3,5 minut. Haligini 2x etsam ham 1,5 minutda. Umrimning bir qismini sizlarni голосовойlarda eshitishga sarflamayman, to'g'risi. Men oxirgi marta 3,5 minut bitta odamni indamay eshitganim ustozim. Uyga vazifani so'ramasin deb eshitganman, yangi mavzu tushuntirayotganda. Bo'ldi. Tashamanglar unaqa голосовой tavba qildim. 2x etsam ham 1,5 minut. Umrim o'tib ketadi haligi. Butun umrimni to'plasam ham 1 minutga yetib bormaydi. Meniki ishonasizlarmi? Lekin 3,5 minutlikdan 4-5 ta голосовой tashab beradi. Haligini eshitadi deb o'ylaysizlarmi meni? Men bir ham marta eshitmaganman 1 minutdan ko'p голосовойni, to'g'risi. Otam ham menga 10 sekunddan oshiqcha голосовой tashamaydi. Manaqa stiker tashlaydi maksimum. Men UAACJdanman, uylanmayotgan akasidan aziyatchi haykallar jamiyatidan. Orzu havasam yo'q shekilli akalar, to'g'risi. Shu qilmaganim o'zim sovchilikka va kiyo bola qadi ishlaydi. Ekvatorial Gvineyani prezidenti edi. Qizim baxt degan nimasi bor? Shu xotini yo'q xolos. Qolgan hamma narsa bor. Baxt ham eshitda turib, shunda kelsa bo'ldi. Hammasi bo'ldi. Ishonasizlarmi? Tezroq uylansin deb turib, otamni patinkasiga solmagan sabzavotim qolmadi. Saz uyada tursin, shakar olib qo'ydim hali kuni. Yo'q. Grechkalar ham solib qo'yapman, bo'lmayapti. Bunday turib olib, men uylansam, bolali bo'lsam, jiyanlaringdan qasos olaman deyapsanmi mendan deydi. Men ashini plan, men bo'zayman, u ashnaqa narsani plan qilib shashiltiradigan. Men taksida ham chaqirib olib gaplashib o'tiraman-da aka bilan, biz bekarchi ekansiz deb turib. Siz uylaning, qiynayman, o'zim bilaman kimni qiynashsiz. Yo'q, men uylansa orqasidan 12 sekunddan keyin men uylanaman. To'g'ri aytyapman. Uylanadi 12 sekund men sразу. Muchali lapashmas, u to'g'rimi? Biz ham ona yura olmaymiz, ona
O'jay xotinimizni olib kelishimiz kerakmi? Ofitsialniy qilib, to'g'rimi? Tezda uylansa nima bo'lar ekan? Shuncha qo'shiq eshitgani platforma turib, men ham jinni yo'sha YouTube'dan qo'shiq eshitaman-da, YouTube'dan. Bilmayman, qandaydir oson topishga. Lekin bitta minus tarafi bor. Bu bilsanglar endi o'zimda ham juda ko'p bo'ladi. YouTube'dan boshqa prilojeniyga o'tganda o'zi qo'shiq to'xtab qoladi. Masalan, Telegramda yozishib qo'shiq eshitish ilojisi yo'q. Yoki-da prosta ekranni o'chirib qo'ysa ham aytmay qoladi. YouTube shunaqa inja oyog'iga xina qo'yib qo'yganda. Endi taksi akalarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Masalan, ko'p ko'raman, haligi Yandexga o'tganda o'sha YouTube qo'shiq aytmay qoladi, jinni ketib ketadi, Telegramdan qo'yib ketish. Shuning uchun xuddi shu YouTube'da bor, hamma qo'shiqlar ham, podkastlar ham bor. JanaTube degan prilojeniya bor ekan. Tekin hech qanaqa reklama yo'q. App Store'dan, Play Marketdan skachat qilsanglar bo'ladi, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Umuman boshqa prilojeniyaga o'tsanglar ham, ekran o'chirsanglar ham ishlayveradi, вообще без проблем. Shuni aytib qo'ya dedim-da, soqol qildim endi nima qilay? Qozon kavop yegim keldi. Bizni guruh yo deputatlarga o'xshab kayf qilish to'xtatish kerak, yo o'zi deputat bo'lishimiz kerak. Chunki topayotgan pulimiz, ishlatayotgan pulimizga nisbatan 6 baravar kichkina bo'lishi bu cho'ta bankrotlikka o'xshab ko'rinyapti-da. Hech qaysi bankda bizga bergan kreditini yopib olish uchun pul ishlab chiqarish degan funksiya yo'q-da, bolalar uni to'lash kerak. Shuning uchun eng qiziq ularda aldolmaymiz ham, odamdan odam yaxshilik oladi. Chunki bankdan odam yaxshilik oladi degan maqol yo'q. Shuning uchun haligi bolalar o'zi boy qaynata ham o'zi variant emas, chunki unaqa odamlar ham qizini yaxshi odamga bergisi keladi. Ularni ishontira olmaymiz ham hali bilyard o'ynash, karta o'ynash yaxshi qobiliyatligiga. To'g'ri, shukur 24 soat tindirmayapmiz, lekin kredit berishayotganiga shukur qilishni o'zi bizni millioner qilmaydi. Chunki hech qaysi millioner nima millioner bo'lib ketdingiz desa, bitta chaqib shukur qilganman demaganda. Hali bitta ishni qilishdan oldin 2 marta o'ylanib oldik-ku, biz ikkita ishni qilib olib keyin bir marta o'ylanyapmiz-da. Shuni o'zgartirmasak, meni nazlimda o'zi biz abort olib ketishga ham kech qoldikmi deyman-da, bolalar. Voh, onasini emsin, chiroyli o'g'li jinoyat bo'lganda otuvga hukm qilish o'rardi. Va biz davlatda chiroylilarga qanaqadir imtiyozlar yo'qmiz, kitkalar men bexabar qolib ketmayapmanmi, aytib qo'ylar-a. Ayam chiroyli bola tug'aman deb cheres surishtirib yuborgandi. Ko'z tegishini o'ylamagan. Mo tarafdan qarasa Angelina Jolie'larga ham sal-pal o'xshayman-da men. O'zi bizda polniy mitskalar shekilli deb o'ylayapman hozir urug'imizda. Eng qiziq hozir betimga yuvdim ola. Cho'milsam nima bo'lar ekan deylar. Meni rosa ko'p kech qoladi deyshadi har xil joylarga, lekin men hech qachon atay qilib kech qolmayman. Men hozir hayotimda bo'ladigan bitta qismini ko'rsatib beraman, nimaga kech qolishimni. Mana qaranglar, eshik ruchkasi singan. Men esimda yo'q, buni ichkariga yopib olganman. Mana qulf emas, mana uni burolmayapman, ochilmayapti bu. Eshik tagida dastavkam turibdi. U eshik qulflangan. Eng qizig'i, men u eshikni ochish uchun maytdan kalit berib, kirib, maydan ochasiz demoqchi bo'lsam ham, eshik ichkaridan qulflanganda, tushunyapsizlarmi? Ya'ni u eshik ochilish uchun men mana xonaga o'tishim kerak. Bu xonaga o'tishim uchun men mana ochishim kerak. Buni ocha olmayapman. Tushunyapsizlarmi? Endi qanday qilib men o'zimni uyimda o'zimni qulflab qo'yishim mumkin. Endi bunga kim ishonadi? Misol, nima kech qoldingiz desa, o'zimni uyimda o'zimni qulflab qo'ydim desam, ishonadimi? Qanday qulflading deydi. Bo'ldi, ochdim akalar. Men on bilan ochdim. Bu nima ekan o'zi bilmayman. Bitta oshnam yozyapti, do'stim, qizim akasi bilib oldi, gaplashayotganimiz yurib o'tib kelaylik dedi. Instagramini ko'rsatsam, Instagramdan har bir bolaga o'xshab 7000 ta odamga podpiska bosib yuborgan. Instagram kirgan odamga podpiska bosib qo'ygan. Profiliga hali armiyada unday qilib tushgan rasmini qo'yib qo'ygan. Hay yur, borib kelamiz debpasta deb shunda o'tsak akalar, haligi akani ko'rdim, odam bolasi uradigan emas, taliyga ishonasizlarmi? Hali 40 chiqquncha ham qo'ya yashab katta bo'lganda, haligi indamay tursa ham odam so'kadiganga o'xshaydi, to'g'risi. Sut tonni ham protein ichgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman-da. Endi hali joyda aytyapman, sen nimaga ishonib bu akani turishini qara, nima qilamiz hozir? Bu yoshligimizda hali 7 ga 2 urushib urib qo'ydik-ku deydi. 7 ga 2 urushib urib qo'ygan, biz 7 kishi deydi unda. U hali boksyorlar bilan urushganimizni esla deyapti. Boksyorlar bilan urushmaganmiz biz, boksyorlar urgan bizni jinni. Biz prosta ashada kaltayganimiz urushganga kiramaydi. Yaxshi ham hozir ro'zada, mana shu ro'zani bahana qilib chiqib ketdi, eplab aka ro'zani kunida qo'ysangiz deb. Bo'lmasa bu akalar kubok olib erishib ketdi-ya, to'g'risi. Bolalar ko'ryapsizlar, o'ynagan kubogini yutib qo'yishyapti. Buni bu yoqda jahon chempionati qoldi, shu New York ko'chalarida ash kubogini ham ko'tarsa bu yoqda cho'tki bo'lib ketadi. Futbol o'ynashni o'rgan bo'lsanglar, o'sha haligi 3-penaltini tepgan akaning ismi Rustonbek Ashurmatov bo'ladi. Eslab qolinglar, keyingi safar borib oldiga haligi
ismingiz nima edi, kecha nima ovqat yedingiz, paypag'ingiz yuvdingizmi degan savollar qilmanglar har xil. Eslab qolinglar, yaxshilar. Bu buyog'iga ham mana shunday ketaversin, ha, akani tepgan penalti ishlaga toshni yuta olaylik har turni. Mayli. Ha, akalar endi xudo bersaninglar, nimaga demaysizlarmi? iPhone olib haligi birinchi epdan, birinchi kuzdirma, direktorim ham uraman, xudo yorxonman deb oladigan bolalar bor-ku. Ashlar uchun o'zi ishonchda antilopa bilan HKMR sotilmayapti, xolos, bo'ldi. Bundan keyin endi ishonchda BU telefonlar ham olsalar bo'ladi. iPhone 11 dan 14 Pro Max gacha. Shuni kelasizlar, BU telefonlar holati a'lo darajada tekshirilgan bo'ladi, korobkadagi hamma narsasi bo'ladi. Undan tashqari trading qilsanglar ham bo'ladi. U nima degani? Hali telefoningizlarni sotayotganingizda har xil videolar tarqab ketishini xohlamasanglar, kelib turib, telefoningizni ustiga pul qo'shib, o'zingizlarga yoqqan narsaga admin qilsanglar bo'ladi. Ne только telefon, boshqa narsalarga ham admin qilsanglar bo'ladi. Bunaqa shart, xullas telefon uchun ishonch telefon ishlab chiqarmayapti xolos. Qolgan hamma narsani qilib beryapti. Prosta shashilib bir pasda kelib olib turib, shuni almashtirib o'zi solagan telefonga sekin qaytib keta olasizlar ishlatib. Bolalar, men senlarga jon deb iftor qilib beray deyapman. Hamma sharoit bor-u, lekin haligi iftor qilib bersam, xursand bo'lib ketganingdan yig'lasang, to'g'risi g'alati bo'lib qolaman deb. Yaqinlaring yig'lasa g'alati bo'lasan-ku, to'g'rimi? Men ham mana shunaqa bo'laman-da, to'g'risi. Tim bo'li oshni oldida yig'lagan odam tasavvur qilisha olasam, yo'q. Ba'zi odamlar janozada ham osh kelsa xursand bo'lib ketadi. Bu shuning uchun fransuz olimi Frank Riberida aytgan gapi bor ekanda. Yaqinlaring zarba yeyishini xohlamasang, zarbaga o'zingni tutib ber degan. Shuning uchun endi o'zlaring bilib, men yoshimdan bir joyga borib qolgan, ancha qiyinchiliklarni ko'rdik. Biz o'tgan yo'llar. Bu zarbani o'zim senlar uchun, yaqinlarim uchun turib berishga tayyorman. Qo'rqmasdan meni chaqirishaver, hijolat bo'lishma umuman. Yig'lamayman, chidab beraman senlar uchun. Haligi xayrli qilib pul-mul qistirib yurishmagin, unisini ko'tarmaydi yuragim. Unisiga silabiyman. Unaqa bo'lsa chaqirishim. Ammo iftor bo'lsa chaqirishaver bemalol deb ogohlantirib qo'yapman-da endi. Sizlarda ham haligi ustki krugni gruppasi bormi? Haligi jinoiy hujra deb qo'ysa bo'ladi, haligi gruppani, to'g'risi. Haligi gruppada 3 ta odam bo'ladi. 4-chi odam qo'shilsa, ana uchalasi qabalib ketishiga to'g'ri keladi, yo bir o'lib ketishiga to'g'ri keladi-da, to'g'ri. Hali hayvonot olami desa bu qonunan ham menimcha gruppa taqiqlangan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki u gruppada har doim muhokama bo'ladigan bitta mavzu bor. Qachondan zalga chiqamiz? Zalni boshlaymizmi? 6 oydan beri muhokama qilamiz, hali zalni boshlaganimiz yo'q, lekin kimdir adashib bolalar Go Samarqand deb yozib qo'ysa, 2,5 soatdan keyin Samarqand sentrida turib, qachondan zalga chiqamiz deb gaplashib turgan bo'ladi. To'g'ri, u muhokama qilinmaydi. 3 minut ham o'ylab o'tirilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Bunaqa motivatsiya bilan biz zalga chiqsak hamchi, Arnold Schwarzenegger bo'lib keta olmaymiz. Maksimum bir Alish Alzheimer bo'lishimiz mumkin xolosda, to'g'risi. Hali gruppada ishonasizlarmi, kamera o'ylab topilgandan beri nechta odam yashagan bo'lsa, hammasini zapali bordi. G'iybat yo'q, faqat zapal. Men birinchi marta futbol ko'rganimda akalar 2012-yil Chelsea bilan Bavariya o'ynayotdi. Neuer ashunda ham varataga turardi. 12 yil bo'lyapti-da shu narsa. 12 yilmi? 14 yil bo'lyapti. Hali ham varataga turibdi-da, mana shu Neuer ishonasizlarmi? Gitlerning sinfida ham mana shu varatar o'yganda, to'g'rimi? Voy Müller yo'q bo'lsa bo'lib ketdi, mana shu Neuer yo'q bo'lib ketmadi, to'g'risi. Yo bolalarda tepgan to'pi Neuerga boradi, yo Neuer bilmayman, o'tkazgan golda ham ko'rdinglarmi? Yiqilyapti, bo'ldi, kirib ketaversin deyish yo'q. Yiqilyapti, qo'lini ko'tarib, urayotganda ham qo'lini ko'tarib yotsa kerak deyman mana shu bola. Shu yo'q bo'lmadi, mana shu biz ko'karib ketmay. Mayli endi bir haftadan keyin Myunxenda gaplashamiz. 2-1 o'zingizlar bilasizlar, Real uchun unaqa yomon anaqa emas. Bolalar dicha Neuerni singari va sim cho'tkada qo'li yallashtirib yuvib borsa, to'g'ri qo'yib olib eplasak bo'ladi. Men bilasizlarmi, qanaqa bolalarga havas qilaman. Haligi hech kim dunyo bilan va shu ishi yo'q bolalar bor, o'zi bilan o'zi yuraveradigan. Va eshitdingmi, hozir urush bo'lyapti desiz. Habib yutadi, Massapan ham to'shni yutib qo'yadi. Habib yutkizmaydi. U tashnab turaveradigan bola. Mana yangicha haligi depressiya, inflyatsiya degan so'zlarni u haligi mashinaning yangi turi deb o'ylaydi. Umuman qiziqish, ammo pulni topadi. Mana bu kona baqib oyiga 50 million pul topsa kerak deysizlar. Lekin sezdirish yo'q. Mana ishlatadigan telefoni ham G2 Prime, Telegramga ham kirmaydi haligi. Telegramga tushunishingiz uchun hozir konditsionerni pultidan ham kirsa bo'lyapti. Kiyim ham umuman sezdirmasdan mana shu 3-sinfda kiyib yurgan Spartikasi bor, bitta yonboshda chizig'i bor, trikosda yuradi. Qishin yozin. Hali triko cho'ntagida atyorga turadi doim. Bitta uni teskarisi bor, guppi, vashi, hali bosar tusanini bilib. 3 million olib oladi, Luboy katta binodan o'tadi. Masjidan uy bosib olish kerak edi bitta. Hali joy biznes center. Monon oladigan narsasi, bu oy izzor olsa bitta velosiped olib qo'yaman. Tamarkaga 3 kilometrga borib kelishga qiynalmayapman deydi.
Tushunishlar uchun topadigan puliga uydan tamarkasigacha bo'lgan masofani olib qo'ysa bo'ladi. Tamarka ham 28 gektar. Kadastr qilib alohida viloyatga bersa bo'ladi. Hech ham o'zini noto'g'ri gapirmayman deb o'ylaydigan tanishlar bormi? Har doim to'g'ri gap meniki bo'ladi deydiganlar bo'ladi-yu, tushunasizlarmi? Ular aytib beradi deydi-yu. Ular deyotgani butun dunyoda, tushunasizlar? Nari dunyodan bitta odam tiriltirib qaytarib kelib, mana odam ham aytayapti, ash paytda mana odam bo'lgan ekan desam, o'zi Qobil akam to'g'ri aytganda, seni mana shu hech ham bir xato gapingni tan olmaysan sen. Qobil akam aytadi deb. Yo'q, Qobil akam dadang bo'ladi, jinni unaqa emas. Umuman tan olmaydi. Uni jinnicha logikalari ham bor miyasida turib olib. O'zi bu hayotda Robin Hoodga o'xshab yashash kerak. Robin Hood zo'r qilganda boylardan olib kambag'allarga bergan deb. Endi kambag'allarning ishini so'magandan keyin boylardan oladi ekan ishni, to'g'rimi? Endi turib olib bu dunyoda faqat qiyin yo'llardan yurish kerak. Oson yo'llar biz uchun emas deb. Sen yuraver qiyin yo'ldan. Agar maqsadga erishish peshonaga yozilgan bo'lsa, men osonidan ham yuraveraman. Nima keragi bor qiyin yo'ldan yurib? Osonidan yuraveraman dedi. Akalar, hurra yotadigan odamga nima berib qo'ysam, ertalabgacha o'lib olar ekan, o'zidan o'ziga. Bu ilojisi bo'lmayapti, to'g'risi. Men haligi u shimitqini hurraga asablarim dikkayib ketyapti. Seryozni gap, bu ilojisi bo'lmayapti-da. Men uxlayotganingizda shu nima qilib uxlash kerak, o'shini hurraga turib ketmasligi uchun-da. Shu turib ketsangiz уже uxlay olmaysiz. Nima qilish, qay darajada charchash kerak odamni? Bir labo maktabga kelib uqalab o'tirsam charchaymanmi shu darajada? Turib ketasiz, mana uxlayotganingizda ham shu seriyani cholayotganda yotadi-da, hurra emasda seriyani cholayotganda yotadi. Tushimda press qahramonni atmetga qilyapman, mana bitta seriyani cholayapti deb turib. Bu hurra emas, akalar, bu jamoat yashash punktida, hali jamoatni tinchini buzish deb turib ham bir 15 sutkagami olib kirib yuborsak nima bo'lar ekan? U turmadagilarni ham uxlatmaydi agar qamashib yuborsa, ishonasizlarmi? Turmadan chiqarishaveradi, uka senga amnistiya deydi, bor ketaver, to'g'risi bo'lmayapti deb. Nima qilsa bo'ladi mana shu hurra yotadiganlar. Sen menga do'stingni kimligini ayt, men senga seni kimligini aytaman degan maqollar bor-ku. Akalar, xudo haqqi, men unaqa yomon odam emasman, to'g'risi. U bizni do'stligimizga maqollar aralashmay qo'yarsiz. Bizni do'stligimizni ifodalash uchun she'riyat tili soqov. Hali shu bola bilan do'st bo'lishingga sabab bormi desa, keltira oladigan yagona ishonchli sababim uni ham qulog'i bor deyishim mumkin. Boshqa sabab yo'q. Hali "Men bolam rosa ko'tarib tanishingizmi?" deb so'rashadi yaxshi maqsadda oddiy odamlardan. U bolani mendan tanishingizmi deb oxirgi marta so'ragan odam shu kredit bo'limidan so'radi. Bo'lmasa faqat uchastkolar shunday yaxshi odammiz, uxlaganda yaxshi odam, u uxlaganda ham yaxshi odam emas-da. Uxlaganda ham hurraga yotadi, reytimga solib otadi hurrani ham. Pluslari yo'qmi desa, pluslari bor. Ishxonadagi hali keldi-ketdi daftarda pluslari bor. Zerikkan ishga ham borib turadi-da. U plus daftar ham bitta ash uchun. Chunki besabab kelmay qolishi mumkin bo'lgan yagona odam shu ishxonasida. Minuschi desa, minus dehqonchilar, akalar bo'lib bo'lib ketdi. Nafas olayotgani ham minusga o'xshaydi. Ne nafas olish? Kamera nafas ol, shuncha kislorod qachetyapti-da, yeylar keladi sirazi. Tavba qildim. 2005-yil yosh bolaman-da o'zi. Lekin odamlar menga 21 yoshli katta odamga muomala qilayotgani menga yoqmayapti. Men u dokumentga qo'l qo'ymadim, hali katta bo'lish degan dokumentga. Nima yo'nal qilishyapti bu? Men tengilar ba'zilarini bolalari bor, tasavvur qilinglar. Men hali ham osmonda vertolyotda ovozini eshitsam qarab turaman. Tanki o'tib qolsa ko'rinmay qolguncha qarab turaman haliginga. Xo'rozqand, olmaqandda oldan prosta ko'rmaganga olib o'tib keta olmayman men. Hali ham soat 7da dangim 8da yoshlardan ishani bo'lyapti deb o'ylayman. Bu qanday qilib men tengilar ba'zilariga kredit berilgan, tushunyapsizlarmi? Bank ularga inson sifatida ishonib kredit ajratgan. Biz kecha 100 dollarni qo'shniga olib chiqib berishdi ishonmasdi, dadamiz bitta dollarni olib chiqib berishdi ishonmasdi bu. Qachon bunaqa katta shu 30 yoshli akalarga savol. Akalar buni buyog'i faqat pasmi? Shu pikimiz 12 yoshimizda bo'lganmi deb o'ylayapman-da. Kecha kun bugungina yaxshiroq men doim. Bunday o'ylab qarasam, akalarim, o'zimizning Instagramimizchi ancha tinch ekan. Hali jinniki trendlarni ham odam sag'indi, to'g'risi. 2 kundan beri Telegramga kiraman, bitta yaxshi xabar yo'q. Onasini aytsa, kimgadir raket uchiryapti, kimgadir o't ochyapti. Tavba qildim. Bitta hali akani taniyapman, shuncha xabarchi. Trump degan aka bor edi-yu. Ashakan qo'jonlarini tanimayman. Nima bo'lyapti o'zi, to'g'risi bu. Bitamtelar yo'qmisizlar ash tarafdan-da o'tkazib munozara mahallasi gap kirib beradigan ular, yarash o'ynatib beradigan. Anjarli ikki toshdan bor, jo'natgan Leboyga nos chektirib gapga soladigan bolalar bor. Shunday nos chektirib nima shotuvdi aka siz o'zi deb turibdi. Yarash o'ynatib beradigan bolalar bor, to'g'risi. Shuncha qalbani ichida bitta narsa o'ylantiradi. Men hali uylanmadim, to'g'risi. Ash o'ylantiryapti. Bo'ydagi g'ami urushayotganlarda
Ular tarafda ham tinchlik olsin, bizga o'xshab. Tinch yashagan yaxshi-da. 8-mart bugun yakshanba kunga to'g'ri kelibdi. Qanaqadir noyob hodisa, chunki men 68 yil maktabda o'qigan bo'lsam, bir marta yakshanba kunga to'g'ri kelmaganman. Men bitirib ketib, уже yakshanbaga to'g'ri keladi. Har safar chorshanba, payshanba, shu juma betdan keyinlarga to'g'ri keladi. 14-yanvar bo'lsa, kalendar o'ylab topilganidan beri yakshanba kunga to'g'ri keladi. Menimcha taqdir meni bu yil uylanadi deb o'ylagan. 8-mart uyda dam oladi yakshanba kuni. Sovg'a berishga majbur bo'ladi deb o'ylagan. Yo'q. Taqdirda plani jichcha o'xshamay qoldi. Men kech qolib ketib qoldim. Xuddi umrida 100 ming so'mdan qimmatga sovg'a bergandek nolib o'tirishim qaranglar. Xullas qizlar, sizlarni kaktus ham 1,5 million so'mga sotiladigan kun bilan tabriklayman. Bolalar, haligi muhimi sovg'ani qiymati emas, muhimi e'tibor degan so'zlar faqatgina haligi intervyu berilayotganda aytiladigan gap turkumiga kirishiga amin bo'ladigan kun bugun. Xullas, endi bir narsa qilasizlar-da endi. Men aybdorman endi. Yegandan keyin to'lash kerak. 14 da yeganlar hammasi to'lab bersin bugun bitta-bitta. Urushib ketishim yo'q. Men yoshligimdan o'zimni foydam uchun yomon hitri bola bo'lgan ekanman deb o'ylayman. Mendagi hitrilar bo'lgandir-u, qadam bilib oldingizlar, kichkinaligimizda to'yda osh solib beradi-yu, bilsanglar. Ovqat soldirib yeydi kichkina bolalar. Hali power o'z yuzigaligini bilib olsa, bu mayda miqqa bo'laveradi deb turib, 1,5 qoshiqmikin osh solib beradi-da, to'g'risi. Hali go'shi ham bo'lmaydi haligini. G'ash kelib qolsa, mastavani yurishini o'ynatib yuboraman, to'g'ri, asini o'zini berib yuboraman. Ukam menga kashanib turdi. Men o'ta hitriman, kichkina bo'lsam ham hitriman. Power tog'ani korrupsionerligini bilaman-ku. Sirasi bitta tovoqda olib borardim. Power tog'a Hoji dadaga osh solib berasiz ekan, olib chiqib beraman ekan derdim. Hoji dadalar o'zinglar bir yer yuzida hamma joyda 3 tadan Hoji dada bor. Hoji dada o Abdulla Qodiriy deyish gunoh bo'lgan paytlari ham yashagan ular. Buni bu yog'iga ham dalcha yashaydi. Yomon solib beradi hali osh, hali quda taraf kelibdi deb keladigan opaga ham uni osh solib bermaydi, ishonasizlarmi? Hali oshdan yurishini istaysizlar, yurishini. Hoji dadaga ekanmi deb turib sira sho'rvani go'shini ham bosib yuboraman, tavba qildim. Yomon maza qilib yegan osh. Akalar 5 marta provaga topshirib 5alasida ham ola olmaslik bu qanaqadir super qobiliyat deyilmaydimi? Yashirin istaydi otmi yo haligi yeringiz uchun 8-mo'jizami deyilmaydimi? Bu safar ham hali oshnam topshirib 3 ta top. 3 ta ham top bilmayman bu bolaga Tesla deb nemis tilida yozib berishyaptimi yo savollar biologiyadan tushyaptimi, tavba qildim. Yo hali isming degan joyga ham badminton deb yozib qo'yyaptimi bilmayman. 3 ta top. Ne qator qizil ketaversa ketida bir 17-sida tushunib yetish kerak-ku, to'g'rimi? Topshira olmasligini 20 gacha ishlaganda. Oxiri alohida kabinetga berishadi, topshiradigan joydan, to'g'risi. Ama nomerlar tanlayapti, hali yangi chiqqan prilojeniyada. Mana bo'sh ekan deb berdi. Ha, bo'sh hamma nomer. Sen bo'yningga taqib olasanmi ib bilan uni? Mashina yo'q, prava yo'q. Ko'ra olmasligi ham bordi uni. O'zi prava ola olmayapti. Kim mashinani rolida istoriya qo'ysa, press qahramonni atmetga qilib berdi pastiga. Sirazi. Hali Snoop Dogg'ni videosundagi ham atmetga qilib berdi. Bilmayman endi unga qanaqa qilib chora ko'riladi-yu, ammo kinolarda ssenariysini kim yozadi o'zi vashti misol uchun-da. Bitta odam yozmaydimi? Mana Yovuz qahramon bo'ladi, 100 yil trenirovka qilgan Yovuz qahramon bo'ladi. Bilmayman, har doim Yovuz qahramonlar kuchli bo'ladi, trenirovka qilgan bo'ladi. Hech ham hali lapash Yovuz qahramon ko'rmaysizlar. Eng qizig'i ikkita sevishgan bo'ladi, ular doim yaxshi qahramon bo'ladi. Ikkita sevishgan. Xuddi ssenariyni yozgan odamning miyasida sevishmagan odam Gideta shu Chikatilo bilan Gitlerni urvinida-da, tushunyapsizlarmi? U уже ana sevishganlar har doim yaxshi bo'ladi. Ona 100 yil trenirovka qilgan Yovuz qahramon har doim ona sevishganlarga yetkazib qo'yadi. Chunki onalarda sevgi qudrati bor. Sevgi qudrati. Onasini ham sen, meni oshnam qizi bilan gaplashardi. 2 yil zalga chiqib trenirovka qilgan akasi bor edi, ikkovsini kuchi yetmadi hali akasiga. Akasi to'xtatsan dedi, bo'ldi, ash kuni to'xtatdi, sirazi. Hayotda unaqa bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? Trenirovka qilgan yutaveradi-yu. Qo'rqib ketdim. Shu hayda o'tib ketyapti. Hech kim hayli bermadi-da menga cho'ta. Oldin berishardi, hozir o'zi katta bo'lib olding deb berishmayapti-da. Bu kattalarning uyida hayt olmaydimi? O'zinglar aytinglar, yo kim kattalar nomidan katta ketib hayli yomaymiz deb berdi. Uyingga yur. 1000 so'm mayli bu olma qoqimi, namataydi, po'stlag'imi, xurustimi? Yahna choy bo'lsa ham berishmadi, hech yo'q. Jiyanlarimga hasad qilyapman. Yur do'konga olib chiqaman deb 2 tadan ziziya ber, olib qo'ysanmikin pulini? Otaman beymatda-da, ishonasizlar. Esidan chiqib qoldimmi bilmayman. Bitamdagi qora Mersda kelib, qora kastim jimladi, shu qora diplomat ichida uchun senga xayrli bordi. $84,000 pul berib qo'ysa.
Любой guruhda bitta mashinaka bola bo'ladi, hamma ish qilayotganda hasharga kelib. Indamasdan chekadi, nafas olmasdan o'tiradigan bola bo'ladi. Ashnakalardan bittasi menman. Vasi bextman men umuman. Главный esa nimadir qilayotganda o'tirish kerak, sezdirmasdan. Sezib olib ishga chaqirishadi. Kulturnikiniga bola o'tadigan joyim bor edi bedan keyin deb. Qilaringlar hozir. Hozir yordamlashaman men. Qada yordamlashaman, albatta kutyapman. Shu eng zo'ri shu-da akalar. Ammo bilib olsa yomon bo'ladi. Shunday bir hafta ish buyursan, oz deb turib telefonni quloqqa tutib, tez bu yoqqa bu yoqqa yuraversanglar, yana o'z joyiga tushib qoladi. Bilmasdan o'zlari qilishadi. Akalar, men haligi toza havoga Face brand bo'lgan oshnam bor-ku, bekarchilar birinchi. Ashu bola kecha qiziga hali shokoladga botirilgan qulpinay beribdi. Klubnika shokoladami deydigan uni ashunaqa beribdi-da u. Bizga hech narsa bermagan, zvachka ham bermagan shu yoshigacha. Yana aldayapti bizni bu. Xoddo'ni puliga beradi deb. Men srazi qulog'im yumshoq joyi bilan his qilaman, yolg'onni sharpasini. Firib srazi his qildim-da. Endi narxini surishtirsam, u xoddo uni narxiga teng bo'lish uchun bir Shveysariya havosidan nafas olgan 5 tebratardi. Yo'shidan bo'lish kerak ekanda. U bo'lmasa, hali bizga aytadigan bozorning ichiga salat solib beradigan xoddodan 870 tami berar ekan uni puliga. Hozir endi nima jazo qo'llasak bo'lar ekan? Telefonim menda qolib ketgan, dadasiga SMS yozib qo'yaman. Sigaretim uyda qolib ketib, chekib qo'ymaylar deb. Ya'ni o'rtog'imga tegib ketgan qiz degan qo'shiqni ro'za chiquncha tashlaymikin qayta. Biroqda orqasidan gapirishdan oldin o'ylash kerak-da. Misol, sizlar ko'rmagansizlar, misol paytida men 30 kunlab ishga chiqqan paytlarimni yoki haligi uyga yordam bo'lsin, og'irim tushmasin deb turib qo'shimcha kuniga 24 soatlab smenada qolib ketib, qo'shimcha ishga chiqqan paytlarimni ko'rmagansizlar. Chunki men unaqa qilmaganman-da. Shuning uchun haligi dushman pastda bo'ladi deydi-yu, sizlar pastimizdamiz. G'alati bo'lib qoldi-yu. Ertaga juma. Sizniki tormi? Meniki tor. Tavba qildimmi? Cringe degan so'zni patentlash olmadimmi? Qonuniy qilib ikkalasi. Haligi nimaga san'atkorlarga nalog solinayotganini sezyapman. Bunaqa qo'shiq aytgandan qo'shiq aytishni pulli qilib olgan yaxshi. Endi buni qo'shilma hech kim to'yga aytmay, pulga odam. Tasavvur qilinglar, to'yda sizniki tormi? Meniki tor deb tursa haligi to'yda tezlashtiryapsiz, xudo xola o'tib qoladigan ekan deydi-yu. Xudo xolaning o'zi hassasi meni o'ldirib qo'yapti. Bo'lmasam-da o'tib ketolganim yaxshi degan bunaqa to'yni ko'rgandan deydi. Kim aytadi to'yga to'g'risi? Opani ham eslasanglarga, zerikchi bo'lsa chiqib hali bir qarichlardan ustiga tashab chiqib kalla qo'ya oladigan beli bor. Kimdir onajonimiz. Akani aytmasa ham bu Amirxon Marif shu ustaligi ekspert edi bir paytlar hali. Men eshitsam Eminemni eshitaman, T.I.'ni eshitaman. Eminem mana qo'shig'ingizni eshitib olsa aka sizni o'zi topib bloklab qo'yadi. Qo'shig'ini qonuniy eshitishda aqlab qo'yadi sizga. Bunaqa odam meni eshitmasin deb. Umrimda birinchi marta shu sayohat uchun qayergadir chiqmoqchi edim-da. Hali palonchi yiplarga o'xshab. Sayohat uchun chista chet elga chiqmoqchi edim. Eng tinch joy Dubay deyishdi. 3 kundan keyin Dubayga ketishim kerak edi. Dubayda ahvolni qaranglar. Men ketaman deganda o'sha qabila o'ynashdi. Boshida jumon avjida. Onasini ham desam, shuncha payt tinch bo'lgan Dubay yo'q. Bugundan keyin bitam menga eng tinch joy deganimda Dubay deysan, 10 marta serku yoshdan aytishmaguncha mana shu kechirmayman. Hozir endi Malayziyaga almashtirib berishyapti. Baraka topinglar, tegmay turinglar. Ishdan boshqa joyga ham chiqaylik, chetga ham chiqaylik biz ham. Malayziyaga borib kelib, indashmay turish va ashakka tegmay. Agar Malayziyaga ham nimadir bo'lsa, har kun ishga chiqaman. Nocham ishlayman onasini debsan. O'lib ketsam, faqat ishga chiqish meni peshanamda ekan deb. To'lqi ish. Kecha bitta Telegramga kirib chiqqunimcha gol olib qolyapti. Hakka yasha top ketdi. Kecha ko'rgan bo'lsanglar, haligi kim xohlasa gol uraverdi. Endi bugun ham ashnaqa bo'larmikin deb hamma ishlarimni qilib kelib telefonni palyotga solib bitta o'tirsam, akalar, bular penaltilar seriyasiga tayyorlanib kelgan ekanda, to'g'risi. Penaltidan boshqa bitta ham golimi, yo boshqa kanaldan qo'yib berammi golni bilmayman. Bitta aka birinchi taymdan keyin zerikib ketib, xoddo qilib sotayotgan ekan, ko'rsatdi stadionda, ko'rdinglarmi? Aslida bu Atletico boru, mana shu Barsa, Reallarga mana shunaqa qilib o'ynab beradi. Men ko'ryapsizlar, boshqa komanda bilan o'ynasam, xudo xolam tinchmi? Yaxshi, biz ham yurib ashna salom alaykum qilib o'ynaydi. Lukman Ferran Torresni butsasini kiyib tushganmi bilmayman, umuman tepa olmadi bugun.
Ammo bitta narsaga hayronman, Real Barsa bo'lsa sudyalar hamchi 87 ta penalti bo'lsa ham qizil bermaydi ekan, ko'rdinglarmi? Yo, bizga faqat shu sudya qizilni yaxshi ko'radi. Qizil kunida kelib qolamiz sudyalar, bilmayman, to'g'risi. Men penalti bermasdan ham o'ynatsa bo'lar ekan, zo'r o'yinlar bo'lyapti. Yegano. Boshqa ish qilamiz, yurib ket. Talabalik oltin davr eng zo'r paytlar shu deydi-yu. Men talaba osmonimga bunday qarayapman. Eng zo'r payti agar shu payt bo'lsa, buni bu yerga yashashda hojat yo'q. O'ziga suykast qilib hech kimga aytmay tarakan dori yeb olammi, bilmayman. Maktabda o'rganib qolganda 11 yillar ustozlar bu yil imtihondan o'tolmasizlar, sinfdan sinfga qolib ketasizlar degan ustozlardan 11 yil o'tganda universitetda uni qo'ymayapti. Jamiki bo'lgan fanlardan konspekt qiladi. Jismoniy tarbiyadan ham konspekt qilyapti. Kastim shunda dushga kiryapti. Galis tuyda uxlayapti, tushunasizlarmi? Doim formada bo'ladi deb. Kimdir sessiyadan olib o'tib qo'yaman desa, dada deyishga ham tayyor. Biz sessiyadan o'ta olmay qolsanchi, desangiz ayadan so'kkan deyishtilyapti hali bolaga. Shunaqa kimdir haligi kitobga jamiki olimlar bor-ku, nimadir yangilik kiritgan, nimadir o'zgartirish kiritgan. Ashlarni shunaqa qarg'ayapti. Eng qizig'i, mashinasidan eplab o'tib olsa, u yoq oson do'stim. Chicha, qiyinda shu sessiya deydi. Sessiyadan oldingi hayoti ham bo'lmishlikdan chicha farq qiladi. Bo'lmish icharida, o'zini xursandchiligi uchun u ham. Eng qizig'i bu hamma yo'q topshirib borsa, dadasi eshik tagida lapatiga ko'tarib turibdi, kani kunicha agarotga baylab berdi. Men qarab turinglar-da mana. Odamni to'poyligi bilan kaptarni to'poyligini solishtiramiz hozirlar bilan. Mana ko'chadan kaptar tushib, mana idishga solib qo'yganda, u tepasi ochiq buni. Va kaptar ham uchib ketmayapti, mashina turibdi. U korotchi bilmayman, nimaga uchib ketmayapti, nima to'sqinlik qilyapti unga. Lekin buni ushlab turish uchun shu idishga solingan odamning miyasi bu mana kaptarnikidan ham kichikroqda, tushunyapsizlarmi? Hali ikkita haligi to'poylar bizni jangimiz yillarga tatigulik bo'ladi dedim. Aslida xolos o'tiribmiz ashna qilib iftorgacha. Zerikmay, iftorga mashina pishirib yeymiz. Ayollar sovchilikka borganda yomon maqtab qo'yadi, bilasizlarmi? Vaqti farqi yo'q, mana misol odobli ichmagan, chekmagan, ko'chada urushganini ko'rmagan misali bolani umuman. Bu qimor o'yinlariga umuman aralashmagan deydi. Hali bola farqi yo'q abi. Chekmagani isirib qo'ygan bo'ladi. Xo'roz o'yindan boshqa hammasiga pul tikkan bo'ladi. Ko'chada bir 15 ta o'tirib ham chiqqan, mitopani urib qo'ygan uchun. Tushunyapsizlar? Aslida bolani ham maqtashaveradi. Eng qizga uyga keladi-yu, rasmni ko'rsat. Mana mash qiz bilan to'ying ekan. Bo'lmaydi bu qiz. Men rasmidan ko'rib qanday siz bilmadim, biz borib keldik, hammasini hal qilib bo'ldik endi. Sazashdan bir kun oldin aytardinglar biz borib kelib bo'ldik. Hamma ovqatni qilishni bilar ekan, ammo eslik qizga o'xshadi, kirsiz salom ber. Hamma ovqatni meni oshnam qilishni bilar, power oshnam borda, to'g'risi. Tushuntira olmaysiz ayizga, bo'ldi, ayiz borib keldim deyaptim, bo'ldi, уже ashi joyda qoladi. Umuman farqi yo'q. Tushuntira olmayman. Dadangizga tushuntirasiz men. Dada red flag, mana отношение degan narsalar chiqib ketdi. Sen unaqa tashkilotlarga aralashmagin, qo'shilmagin unaqalarga deb berdi. Meni darsim boshlandi, senlar gap qoping ochilib qoladi. Jag'ing tinmaydi degan ustozlar bilanmi? Haqiqatda ashunaqa ekan, shu ustozni darsi boshlansa gap tugamasdi. Hozir shu bolalar telegramini ko'ringlar-da. Nima gap, tinch o'zingdachi, tinch. Bo'ldi, ashim bilan qolib ketgan. Bittasi 2 oy oldin qarz so'rab yozgan, javob yozmagan. Sindoshlar yuribas, qabriston olib ketgan. Hech kim yozmaydi. Ondan so'ng hali ustoz yozib turadi. Iploslar jag'ing tinmasdi, men ham bu narsa deb turish deb. Shu darsdan qochishni biz bir majburiyat deb o'ylardik, ishonasizlarmi? 15 ta ekan 9 ga kelib 9:15 ta ketaveradigan yoshlar bular. Shu 4-soatdan keyin ustoz ham ko'rib qolardi ba'zida. Ana menikilar, ana qochya. Tush ay devordan ko'rdim senlarni. Qayt orqangga, tush. O'la ustingni qoq, yiqilding yana. U qizlar eng qizig'i. Bolalar 2-soatdan keyin ketib o'rgan. Hozir Milliy gvardiya qo'yib qo'ygan qochishdinglar odisi yo'q deydi. Yo'q, hozirgilar qocha olmayotgandir. Bizni paytdagidagi farqi yo'q nima? Ritser turmaydimi? Arbalet tushadi. Babi qochib ketardi. Maktabda shunaqa qiz bola sinfdoshlar bo'lganmi? Hali bolalar ichida bittasi qizlarga qo'shilib voleybol o'ynasa, u qiz bolalarga hech yo'q varatobon bo'lib beraman deb futbol o'ynashni boshlab qoladi. Xuddi hali qiz sinfga tekshiruv kirsa, bang'illar bormi, telefon bormi, somkasiga bekitib berib turadi-yu, mabodo topib qolsam ukamniki deb o'raradi. Hali chiqqan narsalarni ko'rib, ukasini birakkan yer deb o'ylaydi odamlar. Maktabdagi ishkallarni eslasam, bitta narsa esimga keladi. Bir kun ishkal bo'ldi. Endi orqasidan istis to'ladi kim boshlaganini. Sinfga kiradi-da so'raydi. Kim qildi deydi. Hech kim tan olmaydi halijada. Hech kim birovni sotmaydi. Men vaqti Mahatma Gandhi ahvolimni jinnini yap. O'qigan bo'lsang tan olish to'g'risi bolalar bekor qilish bilan insof yo'q, ishini qilish bilan deb turaveraman-da. Yomon aktyor suyukchilik. Haligi
ayaz aytadi-yu, men aka urmayman deydi. Domlalarda ham bor dasi gap, kim tanosi urmayman dedi. Bitta umuman hali ishkalga aloqasi yo'q, vatan tuyg'usi, patriotoshdan men qildim deb turibdi-yu. Urmadi akalar, haqiqatda u odam unaqa kalta yemaydi-da, to'g'risi ishoninglar. Maktabda parallellarim bilan muomalani boshlamagunimcha men eng yomoni bo'lsam kerak deb o'yladim. Chunki baxchida ham eng yomon gulpa deyishardi, maktabda ham eng yomon sinf senlar deyishardi. Bu B'ga qarash deb beshardi. U keyin bildim, u B'ga kirib, A'ga kirib B'ni maqtash ustozlarning opti ekan u. Eng a'lochi o'quvchiga rosa qiyin bo'ladi. Biz sinfda ham bitta shunaqa a'lochi o'quvchi bor edi. Asli bolaning sharofati bilan jurnalni tagiga yetib kelmasdi, yaxshi duolar ko'rardi, sumalak alat, niyatlar ko'rardi asli bolaning nomiga to'g'risi. Men Ali bolaning a'lochiligini ko'rib Mendeleyev mana bola bo'lsa kerak deb o'yladim. 3-4 ta harfni mana bola o'ylab topgan deb o'ylardim, to'g'risi. Lekin hali bolaga qiyin bo'lardi. 23 minut she'r aytib beradi, darsni yarmigacha. Hali she'rni yozgan odamni o'zi oxirigacha bilmaydi. Ustoz bunday qarab turib, sen o'zingni darajangda javob bera olmading, sendan ko'nglim chiqmadi bugun deb berar. Qanaqa daraja ustoz? Siz orqa tarafingizga qarang, ikkichilar paradi, jinnilar apokalipsisi bo'lyapti, 3 kishi karta o'ynab o'tirib, ular darsga olib chiqish uchun otasini chaqirishingiz kerak, to'g'risi. U bolani o'sha qo'lini ko'targandan o'ziga Zulfiya mukofoti berilishi kerak o'zi aslida. Shunaqa aka bo'ladi yoshligimizda, bilasizlar, hali hamma yo'qni tuzatib yuraveradigan aka bo'ladi-yu. Umuman mana shu qaytmaydi, hech narsadan любой narsani tuzatib beradi. Ya'ni trikosini yonboshida 3 ta chizig'i bo'ladi. Adidas degan futbolkani kiyib olib, cho'ntagida doim 8-10 kilochi bilan atyorkasi bilan yuradigan aka bor-ku. Alka Napoleon deb eslasiz ham bo'laveradi. U bolani nimaga desangiz, ustasini chaqirsangiz 300 ming, 400 ming pulga suv akaga, abidga bitta aroq qo'yib berasiz bo'ldi. Yerni kalash kerak desangiz, uyingizdan kalash Shveysariyadan ham chiqib beradi. Va shu u odam chekish bo'yicha ham sport ustasi bo'ladi. Sigaret chekishini ko'rganmisizlar mana shu? Karvonni oladi mana. Eng eski karvon sigaretni mana shu laviga ilashtirib oladi. Mashetida turadi sigaret, bilasizlar? Ikkitada ham qismaydi mana shu lavni bittasidan deb. Bir kun televizorimiz buzilib qoldi, garantiyasi bilan oldik. Ustasini chaqirdik, o'zini, ofitsialniy ustasini. Bu bo'lmaydi, endi almashtirish kerak deyapti. Hali aka kelib qoldi-yu, qandandir. Shuni Fortixdan kirib keldi-yu, men tuzatib beraman hozir dedi. Shunaqa tuzatib berdi, haligi akalar yo'q kanallar paydo bo'lib, pulli kanallar tekin qilib qo'yganda, ishonasizlar, yotirkilar paydo bo'lib qo'yganda. Men mandatlar javobi ham chiqadi akalar. 33 ballni quchoqlab chiqqaninglardan keyin hech ham boshimga qora kunlar tushib qoldi deb siqilmanglar, to'g'risi, yo'li bor hammasini. Uyda bekor ham o'tirsanglar, sheb kirib, seni yashingni 4 universitet tugatdim degan gaplarni eshitginglar kelmayotgan bo'lsa, 5-6 yillar so'rab yozdinglar, o'qishga qanday kirsak bo'ladi Rossiyaga deb. Qalbinglar tub-tubiga student bo'lish tugib qo'ygan bo'lsanglar, bemalol mana pastda profillarini qo'yib qo'yaman, daniyalarini yozib qo'yaman, akalarga murojaat qila olasizlar. Bularni ofislari Moskvada, Petrda bo'lgani bilan Rossiyani istalgan viloyatga xohlasalar meni oldim gap kirib qo'yishadi o'qishga. O'qish taraflama, любой ma'lumot kerak bo'lsa, administratorlar 24 ga javob beradi, yozasizlar, sразу ответ qilishadi. Xo'p, bu yerda o'qishda dokument, patent qilib yurmaysizlar. Studentskiy bilet bilan ishlasanglar bo'laveradi bemalol. Xuddi meni singari ko'chada kaptar tepsanglar ham biror narsa demaydi. Ayam sag'inib ketdimda aka deydigan sharoit bo'lsa, O'zbekistonga perivodlari bilan ham o'zlari shug'ullanish beradi. Aya bo'lib berish olmaydi-yu, akalik qilishadi lekin. Yo, onajon omursam qoladi, o'g'lim chet elda o'qiyapti deb. Yoshligimda necha marta o'zim chacholdirgani borgan bo'lsam, bir amatda uydagilarga ahmaga. Ishonasizlarmi? Robotdan kirardim, ayam oldiga bormasimdan turib, ayam men o'zi bilardim seni mashina qilib kelishingni. Seni puling ko'p, katakansan u sen. Yana boraversan 5 minutdan keyin derdi. Bir marta matimga z qilib chizdirib kelganimda qamalib ketadiganman. Yozdi kal o'tkazib yuborganman. Men haligi anaqalarga hayron qolma. Kaskadkalar bor, talpasachilar, ma'rada ko'p chachi borlar. Instagramda videolarni ko'rganmizlar, bitta azercha qo'shiqqa bittasi kirash o'ygan. Kirash degan so'z O'zbekistonda mana shunaqa bir past darajaga tushib ketdi tashladi deb. Yana bittasi bo'ycha o'ygan, aylana tepaman qiladi. Uni ko'rgan odam bo'ycha emas, qo'yuka deydi, qo'yuka, uni haqima deydi. Yana bittasi bilmayman haligi. To'yda stolida Fanta Cola'ni hamma yosh bolalar o'g'irlaydi. Mineralkaga bir ota yemaydi, ashini singari yana bittasi turadi, iPhone 3ni ushlab olib. Hammasini chachi ko'p. Ular uyga bir ro'mol urab kiramikin deyman-da, to'g'risi. Chunki uncha chashtaydi dadam meni ko'rsimda qarab, sen boshingni ichida hech narsa yo'qligini tashqarisi bilan isbotlamoqchimisan? Yo'q ana, patadi ana, pashaxonani sen. Toshni 20 kirgan bo'lsam ham kalqib yoradi. Kuningiz zo'r o'tayotgan bo'ladi, ayasini qiladi. O'g'lim yaxshimisan deydi. Yaxshi rahmat, siz chekarakka o'tgan gap bor deydi. Chekarakka o'tasiz. Ha, gapiravering siz. Ha, bu uy kelar, uyda gaplashamiz, seni ham yuragingni siqmaydi deb o'chirib qo'yadi-yu. Yuragimni siqib qo'yganingiz yaxshi edi. Siqib qo'ydingiz o'zi. Men hamma yo'qda eslashni boshlayman men. Hamma yo'qda. Yoshligimda ko'chada bolalar topolmasin deb ko'chaga bekitib qo'ygan qilichimni o'zimdan topa olmay qo'ygan ash qilichimni ham qayerga bekitganimni eslayman. 3-sinfda dastiga chiqib ayta olmay qo'ygan she'rimni ham eslayman. Hamma yo'qda eslayman, to'g'risida. Hamma yo'q esimda. Sizlar banisiga tushib qolish planini tuzganmisizlar? Yo'l qo'ying. Men yo'l qo'ying, shunaqa narsa tuzib ketardim. Hozir mashina olib ketsa zo'r bo'lar. Shunaqa darajada tushunyapsizlar. Uykilar choy ichib o'tirasiz. Dadangizga qarab turib.
Oğlum o'z yaxshimisiz deydi-yu. Sizlayaptimi demay nimadir bo'lgan. Bo'ldi. Uje o'lim statiga qo'yilgan sizga. Sizlaganni o'rniga mana shu shapalama bur jag'im qiyshaytirib berib, mana atali chipaydigan qilib qo'ygan yaxshi. Uni o'rniga. Sizlamasa deyman. Sizlarda qanaqa bilmadim. Men sizladimmi uje demay o'laman ekanman. Instagramda любой trendga chiqqan qo'shiqqa bitta orqasini ko'rsatib berib turib, video qilib beradigan opalar bo'ladi, bilasizmi? Insta model deb qo'yishar ekan. Bitta savol berdim. Nimaga aynan Insta model deydi? Chunki ularda boshqa privilegiyada shansi yo'q dedim. Masalan, WhatsApp dadalarda ok deb turib manaqa stikkeri bilan to'lgan yoki dayalarda ulug' ayyom chorshanba tongi muborak bo'lsin, hurmatli sinfdoshim, ammam, pochcham, bo'zagim, buvim, mahalla raisi, hokimim degan ashponni o'zi tanigan odamlar yozaveradigan giflar bilan to'lgan. YouTube'ga ham proba qilib ko'rmanglar, chunki YouTube'da mashalloh qanday chiroylisiz degan kommentariyani yozadigan o'rtog'larni toshni bittagi azarda tofolini oqchaytirib qo'yadi. Oy, как milo, u ayazam aytmaydi mana bu yerda. Chunki ayazamni o'rtog'iga ko'rsatib qarama, dadasini mish ko'rsatgan. Men aloqam yo'q, men просто inkubator apparatman bu yerda deb qo'yadi, bo'ldi. Bittagi shunaqa kommentariy yozadi, 12 varaqli daftarga sig'adigan ko'p kommentariy yozadi, hammasi katta harfda bo'ladi. Eng qizig'i, hali aka mana probelni telefonni portlatoradigan funksiyada bo'lib, har bitta so'z orasidan nuqta qo'yib ketadi. Unaqa narsalar bo'lmaydi. Instada yuraveradi. Hammani kurugida bitta masnaga bola bo'ladi, bilasizlarmi? Kurugdagi 18 ta bolaga ichishni chekishni hamma narsani o'rgatib beradi. O'zi bir oy yo'qolmasdan shunday hamma yo'lni tashab, toza pokiza bola bo'lib oladi, hozircha bo'ladi. U tashna qo'shnam bor deylar, yana bitta ikkinchi oshnam bor, odobnomi va uyda ham galis taqib yuradigan esli bo'ladi. Bir kun aldayapti, oshna deyapti. Zo'n narsa bor, tatib ko'rmaysizmi deydi. Ikkalamiz tatib ko'ramiz hozir deyapti. Ona aytadi, "Do'stim, menga oldin bir g'alati ta'sir qilganda qo'ying" deyapti. Men chekada qarab turibman, meni bir Michael Jacksonning oldiga borib olib kelgan. Men ham o'sha aralashmayman. Haligi aldashini qaranglar, oshna. Siz apchi ketadigan odam bo'lmaganda, fortchi odam bo'lmagan, men apchi ketaman deyapti. Ko'rishib oldi akalar, haligi odobnoma oshnam 1,5 soat apchi ket deb yotgani esimda skameykada. Ona o'zi chiqa olmayapti. Men nima qilaman? Anekdot aytib beraman. Ichib olgan odamni aynakka qaratib qo'ygandek gap u. Meni hayolimda bitta narsa o'ylayapti. Bittasi o'lib qolsa morgga boramanmi? Ikkinchisi pereda zo'p qolsa skoriy chaqiramanmi deb o'ylayapman. Qaysi tarafga yuguraman ekan deb. Odam bo'lish. Inglizcha gapirsa qabul qilasizlar, nemischa gapirsa qabul qilasizlar. Tojikcha, turkmancha, qozoqcha, lo'lilarni ham qabul qilyapsizlar O'zbekistonda. Nima ruscha gapirsa, sразу o'zbekcha gaplashaylikdan berib qo'yasizlar. Nima aytmaysizlar, men 7 yoshligimda rus maktabga kirishimdan oldin, uka sen hayotingga qora kunlar solib qo'yamiz. Jicha o'ylangan demagansizlar. Men adashib kirib olibman-da, bilmayapman endi uzr. Jicha hali bitikli so'zlarni bilmasdan ruscha qo'shib qo'ysam, sразу siz вообще-то o'zbekcha gapirishga долженsiz deb qo'yadi. Siz ona вообще-то bilan долженni inglizcha ayta olmaganingiz uchun menga osilyapsizmi? Ashi gapni bitta bittasi inglizcha aytsa, siz o'zi ilmli insonni farzandiligi va maqtov yorlig'i beringlar. Siz o'ta qattiq Michael Jackson deganingizni men ham tushundim, o'zbek bo'lsam ham deydi. Men Lev Tolstoy desam bir pasda sen vatanni sotib yuborasan bir kun deyshadi, sразу. Hammani teng qabul qilib, faqat Rossiyadagilar musofir, qolganlar musofir emas degandek gapda. Mana Rossiyada yurgan akalarimiz 50%chi obeziyana desa maqtayapti deb o'ylaydi, ularni hech kim gapirmaydi. Biz nima qilaylik? Hayotimizga kirib boshdan chiqib o'raylikmi, perezagruska qilib. Qizlarga misol o'zi tengqur yoki o'zidan bir ikki yosh kichkina odam opa deb qo'ysa, вообще bilasizlarmi, xafa bo'lib qolishadi, opa emasmi. Xola deb qo'ysa, вообще o'ldi uje. Men o'tirib qopman. Voy, o'tirib qopman, yoshim o'tib qopti deb boshlashadi. Bolalardan avval bitta bolani misol o'zidan 12 yosh kichkina odam tog'a deb qo'ysa, o'ldi. Ali bola o'zida ursan, shunaqa ursan bo'lib ketadi. Men tog'aman. Dadam bilan bitta sinfda o'qiganman. Ashnaqa deb boshlanadi. Salom berishda ham o'ta shunaqa, qiz bolaga salom bersangiz, qanaqadir, "Voy, salom bermay qo'ying, men siz bilan tengman, yo'q, salom beradigan yoshda emas." Bolalarda-chi, menga maktabda o'qib yurganimda bir marta birinchi sinf bola salom berib qo'ygan, adashib. Direktorimga 2 mush o'to'g'ri deganman, to'g'risi. Damas turgan ekan, maktabda eshigida shuni chiqib turib, aka ketdi. Yurani qo'ya, o'zim to'layman, katta bola bo'lib qoldi har holda. Bolalarga boshqacha ta'sir qiladi bu haqiqatan. Yoshligimda bitta joyga o'ynagani chiqaman, oshnamki borib kelaman desam, ayam unamas edi. Bola o'g'rilari bor deb. Lekin bozordan bitta narsa kerak bo'lib qolsa, ikkilanmasdan chiqaver. Eshikda ikkitasi miltiq ushab turgan bo'lsa ham chiqaveraveradi, borib keldi. Ayam o'ylashi bo'yicha bola o'g'rilari torg'iz ko'targan bolani o'g'irlamaydi deb o'ylaganmi bilmayman. Hali bozorlarda, jahon bozorida ham bilsanglar, любой bozorda shunaqa joy bor haligi. Yosh kattalar kichkina bolalarini so'mkani qo'riqlab turish uchun tashlab kirib ketadigan joy bo'ladi, bilasizlarmi? Pedofillar uchun vitrina deb desanglar bo'ladi. Har xil bolalar bo'ladi, ular o'zini himoya qila olmaydigan bolalar. Meni ham 8 yoshligimda 4 ta so'mka bilan tashlab kirib ketishganda, men hali joyda bola o'g'rilari uchun jackpotman, tushunyapsizlar? Damas plus damasman, ham produktdan ham bola. Deyishga ulgurmayman, olib ketib qoladi sразу.
Haligi joyda meni tashlab kirib ketish, brakonyerlar bor, hali it otorlar. Aslarga bitta kichkina lachikni bor, o miltig'i bor deb ishla degan bilan baravarda. Lo'lilardan cho'chirdi. Lo'lilar o'g'irlab ketib qoladi seni dedi. Meni o'ylashimcha lo'lilar o'g'irlamaydi. Chunki ularning 10 ta bolasi bor, ularga o'xshamaydigan bitta bolani keragi yo'q. Tim bo'li pul so'rashni bilmayman. TikTokda battle ham qilmaganman даже. Men haligini odamlarni ko'raman-da. Hali Kimardan pul yutib ehson qilib berdi-yu. U qanday bo'lyapti akalar endi uni haligi. Jannatga tushlarmi, do'zaxga tushlarmi endi odamlar? Menga rosa qiziqdi. Vegetarian qassob bo'lib qolyapti. Qizil kitobga kirgan brakonyer bo'lib qolyapti. Men o'ylashim bo'yicha to'g'rimi? Bitta ham tog'oni kasada turganda o'rniga shoti to'lab orqasidan tupurib berish bilan bir xil. U qanaqa odam bu? Bitta ham xolani so'mkasini ko'tarishga yordamlashish, ichida pechennisini urib berish bilan bir xil. Kimardan pul yutib turib, hojiga borib kelaman deb beribsiz. Ya sen harom pulu desiz, halol pul so'yganman ichiga deb. Voy onim. Shayton turib chekiga odamlarga g'iybat qilishni o'rgatib bersam, jahl so'rab ketadi ishimda. U ham yetolmay qolyapti. Haliginaga profillar ko'ryapsizlar qizlar profilini. O'ni har xil rasm bo'ladi, lekin bitta haliginaga hijobda tushgan Makkadagi rasmini qo'yib beradi. Opa-ona juma muborak bo'lgan kuningizni olib tashlasangiz ham bo'ladi. O'zim yoqyapti deydi. O'zimizga odamlarga yoqqani uchun emas, Xudoga yoqsa keyin jannatga kiramiz menimcha. Hazil shunaqa narsaki, insonning kayfiyatini ko'taradi, lekin hazil qilinmaydigan joylar bor. Bilasizlarmi, janoza patolarida ham hazil qilib qo'yib, buni qilib turib oladigan bolalar bor. Hammani kuldirib qo'yib. U hijolatchilikda to'g'risi. Hali maktabda hammani gapga solib ustoz qarasa yozayotgan kishi bo'ladi. Men shunaqa bolalar yo'q bo'lish uchun bir narsani aytib beraman, meni yomon ko'rib qolmanglar. Shunaqa bolalar voqea bo'lyapti, egizaklardan bittasi oqib ketgan, Hasan Husan deb aytib beraman, o'z ismi boshqacha edi. Husanboy oqib ketib qolgan. Haligi mahallada shunaqa narsani tashkillashtirib yuradigan bitta aka bor, janozani. Maktab kelish kerak, janoza o'qitib yuborish kerak. Diyo uryapti. Haligi shunday to'xtab turib, aka imomdan so'raychi, Hasanboy o'xshaydi, yashinga o'qitib yuborsak bo'lmaydi, topilmayapti-yu deydi. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadi deydi. Hali joyda. Kimdir keldi 4-kuni, bo'ldi topilibdi deb turib. Ravotdan kirib bo'ldi topilibdi deydi. Bitta xizmat yurgan opa bor ekan, chiqib turib qo'shnisi. Tirik ekanmi devardi-yu. Gapirmay oshni deyapman-da, gapirib yubormagin deyapman-da, zo'rg'a turibman-da. Ha, tirik ekan, arada ochib qo'ydi, hozir suzib kirar ekan devardi-yu. Hali joyda Hasanboyni o'zi kulyapti, ishonasizlar. Men kulib vermaslik uchun labimni shunaqa tishlaganman, burnimga qo'shib tishlab olganman. Voy, ashunaqa joyda qandaylik? Men shu o'ylayman-da, bu mehmon kelishiga tayyorgarlik faqat bizda shunaqami ekan deyman-da. Shu o'zi bir oy oldin ham kelib ketgan mehmon bo'ladi, men hojidan kelayotganda kutib olasiz, bilasizlarmi? Trivoga olib hamma yo'qni yig'ishtir, tozala. Chet ellarda unaqa emas deb bo'laman. Kinolarda unaqa joyni ko'rmayman-da, men to'g'risi. Haligi yig'ishtir bo'lib qolmaydi-da. Men ayam mehmonlarni sesdan keladi deb o'ylash kerak deyman. Chunki hamma yo'q emas, 50 yil oldin yuvilmagan idishlar, derazalar, pollar. Men agar bitta o'zim qaysidir uyda yashasam, mehmon kelib, deraza qachon yuvilgan oxirgi marta desa, men qiziqchimisiz deyman. Shu ham savol. Yomg'irdan so'rang, qadam bilaman, men ashi biladi deyman. Eng qiziq bilasizlar, shunaqa narsalar bor. Mehmon kelsa yeydi deb beradi. Mehmon kelsa yeydi, tegma deydi. Keyin mehmon kelib o'tirganda, "Oling o'g'lim, mollardan oling" deb beradi dasturxonda narsa. Men aytardim, "Yo'q, mumkin emas, ayam mehmonlar yeydi" degan desam, ayam hazillashyapti deydi. Stol tagida o'sha oyog'imni sindirib bergan bo'ladi. O'zbekistonda o'zbeklar kirmaydigan joylar bor, bilasizlar? Mana misol Andijonda Navro'z Mall bor. Mana shunaqa tsumlarda o'zbeklar yo'q deb o'ylayman. Chunki men Andijonda Navro'z Mallda men bitta ham andijonlik ko'rmaganman. Chunki hech qachon Navro'z Mallda aylanib yurib eshitmadim-da. Aka qiziqchimiz, jon aka, bu narxini qarang. Bu pulga yana bola antilop beradi. Kalla ishlatingchi, tushib bering degan odamni ko'rmadim. Men hayron qoldim. "Opa, bu narxlar qimmat, kim oladi?" desam, "Shunaqa insonlar bor. Puliga o'ranishmaydi, to'g'risi. Hamma ham sizga o'xshagan emas" deb qo'yapti. Bir oydan keyin yopilib ketdi, xolis ustida yayma ko'la sotib o'tirgan ekanlik, ko'prik ustida. Osma ko'prikda. Yetib kelibsanlar deb qo'ydim, to'g'risi. O'zbeklar bor olaveradigan. O'zbek bo'lsa olmaydi pulga. Menimcha Alisher Usmonov ham 3,5 million so'mlik futbolkaniga yo'l. Ani yarashyaptim menga deb so'rab qo'ysa kerak deyman, to'g'risi. Diskotekalarda ham o'zbeklar yo'q deb o'ylayman. Bilasizlarmi? Zimga tushib yurgan bola fukkogacha. Dadangga eshitganmi fukko deb? Anjanim ayam degan qo'shiqqa tush kiribman misol. Hadi oddiy insonda bir kunda o'lib ketish prosenti 13% ekan. Homilador ayoldagi 50% ekan. Menimcha homilador ayollar buni tushunmaysizlar, sizlar nima ko'tarib yurganinglarni. 50% Michael Jackson bilan fan stretch uchun juda katta. Agar erkak kishiga ko'chaga chiqsa 10% ekan o'lib ketishingizni, vashi ko'chaga chiqmay qo'yadi. Men hayron qolaman. Ular 9 oy bitta bolani qonida ko'tarib yuradi. Uni tug'adi. Tug'ish ham unaqa oson ish emas. Men tug'ib ko'rmaganman, lekin bilaman. Keyin u bola hech yo'qotini o'zi artist o'rganguncha katta qiladi. Stressni boshidan o'tkazadi. O'zi uchun yashamaydi, bola uchun yashaydi. Otalar nima qiladi shu payt? Katta bo'ladi, pul qadaligini topib berib tursa bo'ldi. Pul uchun meros. Lekin shunda ham ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq yashaydi. Nimaga? Menimcha ularda hayotini pauzaga qo'yib turadi. Bilasizlarmi, nechta tug'sa shuncha uzoq yashayveradi.
Ularni hayotini pauzaga qo'yib turishadi, bu o'zi uchun yashamadi deb. Keyin menga yana bitta narsa qiziq, otalar onalarda xavotirlanishini uncha ko'p haligi jiddiy qabul qilishmaydi, bilasizmi? Ko'chada urushib kelsangiz, ayaz usting chang bo'libdi, boshqa urushmagin, kaltaysan, otangga aytaman deydi, otangizga aytsa, kuching yetmasa toshman sol deydi-yu. U qanday, bu to'g'ri kelmayapti. Ayaz qayerdir ketib qolganda dadangiz ovqat qilib beradi, bilasizmi? O'zi ayollarning ovqati, mana ayollar sir tutadi ovqatini tarkibini. Shirin ovqat tarkibini ayollar sir tutadi. Abilik, Saxtrixdagi hali sassiq cholga o'xshaydi. Hech kimga damlamani tarkibini aytmaydigan. Xuddi shuni singari. Ayam ovqat qilsa o'xsharadi, men ovqat qilsam bu menga ovqatga qo'lim tegdi bo'ldi. O'sha ovqat bermas bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Ayam hamma narsasini qilib beradi. Ovqatni mana shu qozonni mashinadan suv quyasan deb tashab ketadi. Mancha turadi deydi. Xuddi shuna qilaman, lekin ovqat bermas o'zi. Tushunyapsizlarmi? Qanday men tushunmayman. Men ovqat qilishga urinib ko'rish degan urinda turibman haligacha. Ovqat qilish bu bugungi kun bo'lsa, men kechagi kunda emas, men yedida bulturga yilda yuribman. Ayaz ketgan dadangiz ovqat qilib beradi, bilasizmi? Bu ovqatni dadam yedirib berish uchun bizga sovg'a qo'yib berdi. Ovqatingni yesang, shokolada beraman. Ovqatingni yesang, marijna beraman. Marijnani yeyish uchun men bir paqir sho'rva ichirishimga to'g'ri keladi. Tushunyapsizmi? Hali sho'rvani hech kim ichmaydi, o'zi ham ichmaydi. O'zi ham tatib ko'rib turib, bu tuzni kim o'ylab topgan o'zi? Sen nima qilyapsan bu yerda? Sen basharang yaqmayapti menga deb aytdi. Men nima qilay basharam? Unday qilsam boshqacha odam bo'lib qololmayman-da. U qo'limdan kelmaydi. Bitta qizga savol berishyapti-da. Bir kunga o'g'il bola bo'lib qolsang nima qilasan deydi. Eng chiroyli o'rtog'im yedirib bir kecha qolaman dedi. Men qog'oz yo'rib aytdim, opani ajilayapti. Bir kechada ulguraman deb o'ylayapti bir kunda. Sen oldin bo'l o'g'il bola. Parkka kir, ikkita qizning nomerini so'rab, pashon toshini ter degandan keyin uyga borib 2 soat yo'la ummonni boshqa eshitib o'tirganingni men eslab qo'yasan. Men hali qizlar tushunmayman. O'zidan 10-15 yosh kattaga tegib oladi-yu, bilasizmi? Men 3 oy oldin skladda ishlardim-da, hozir blogerman. Joydan keyin kosmonavt bo'lib qolishim mumkin. Men surpriz bo'laman, tushunyapsizmi? Men tenkilar surpriz bo'ladi. 3 oydan keyin rassom bo'lib qolishimiz mumkin. Hali 40 ga chiqqan brat buni buyog'iga umrini oxirigacha sahar olib qolishi mumkin xolos-da. Pul uchunmi siz? Yo'q, qalbi go'zal deydi. 40 ga chiqqan semiz, kal brat. Qalbi qanaqa go'zal bu. Faqat qalbi go'zalligiga ishonish mumkin-da. Bolalar sizlarga savol. 40 ga chiqqan kal, semiz opani sevib olishinglar uchun qalbi qay darajada go'zal bo'lish kerak? Itlardan qo'rqishim haqida aytganman. Rossiyada shunaqa itlar bor, familiyasi Bahaybat degan itlar borda. Lekin o'ta yuvosh. Umuman hujum qilmaydi. Umuman. Egasi ham prinsipdan ham nozik ipga baylab oladi, lekin umuman hujum qilmaydi. Ko'rganda salom beradi, yaxshi kunda yaxshi insonlar bilan istoriya ham ko'payadi deb qo'yasiz. Gapni qilib ketganini bilasizlar, o'zimiz itlar bor-ku. Bilasizlarmi? To'da talpa bo'lib yurishadi-yu. Tek qo'ysiz pistirma qo'yib it otorlarga ham hujum qilib berisharadi haligilar. Ularning ichida ham eng opasnisi bor. Hali eshigini tagiga diqqat qopag'on it deb beradi. U uyida o'zi qotil it bor. O'tirib chiqqan zek it bor. Tushunyapsizlarmi? Qopag'on it unga berilgan ta'rif emas, unga berilgan sud hukmi u. Tishida samarezi bor, bitta ko'zining o'rnida qoppa o'tiradi, bitta qulog'i kesilgan. Dumida tatuirovkasi bor. Lyubov только к mame 1951 deb yozilgan. Xuddi itlarda aytyapman. U egasi ham uni ko'chaga olib chiqsa, mana shu uzoqda turib oladi. Tishlamaydi bu deb beradi. U to'g'ri tishlamaydi, u yalab uzib oladi, tushunyapsizlarmi? Shunaqa tanishinglar bor. O'tirib turib odamlarga ham ishonch qolmadi deb. O'zi g'irt kisavir bir mashinalik bo'ladi, odamlarga ham ishonch qolmadi. Flamingolar bilan yashab, unda ketib nima qilasan odamlar bilan yashab? O'zbeklarga umuman ishonch qolmagan deydi. Bu borib Tailandda yasha unda. Tailandlik odamlar rosa ishonchli hammasi. O'g'il bolasi, qiz bolasi o'g'il bola. Kallang ishlar desiz emlatib qiladi-yu deydi haligi. Ashlar bizni zaharlab qo'yishi mumkin, shu emlatib qilayotgani deb berdi. Qanday egasiga zaharlaydi? Sen o'zi bir kunda 12 soat uxlasang, 6 soat telefonga qarab yotsang, 6 soat ichish, chekish, har xil zararli narsalar deydi. Sen uchun любой ukol foydali deyman. Sen shpris ichiga sariq suv to'ldirib haydab bersang senga foydali. Men doktordan onda bo'lganda havo haydab berdim. Nima qilasan buni qilib yashab deyman. Chip o'rnatyapti-kan odamlarning miyasiga deydi. Men shundan xavotirdaman. Chip o'rnatib, meni boshqarishni boshlab qoladi deb berdi. Seni miyangdagi informatsiyadan 32 lik chip ham qimmat turadi-da. Seni men qaysi informatsiya? Ho'l mevani olib quritib oddiy meva qilib sotmoqchi bo'lganing insonlarga nima keragi bor deyman. Maktabga forma qilish boshlanadi bu kichkina bolalarga keyingi yil yoziga chotki turadigan kiyim tanlash marosimida. Bilasizlarmi, kichkina birinchi sinf bolalar hech ham o'zining razmerida kiyim kiymaydi emas. O'zidan katta so'mka, shimini, pochasini, patinkasi bilan tepalab yurgan bo'ladi-yu, oversize qilib kiyintirib berishadi. Ular bilmaydi oversize degan stili borligini. Ularda majburash qopni ichiga tiqishgan. Sotuvchilarga farqi. Opa, mana shu bolaga forma qilgani kelibsizlar, bu bozorda o'rtasiga futbol o'ynagani kirmaymiz do'koningizga. Beraymi mana shu bolaning razmeri bor, opa, beraymi? Shuni o'zini shimini yechib beraymi deyman-da, shu jicha tayi uzun, kestirib olasiz, buktirib olasiz, opa deb berdi. U jicha emas, bukilgan joydan ukamga bitta shim chiqadi-da. Turib olib,
Opa daftar ruchka ham o'zimizdan hijolat olmaylar, mana shu yerda sotyapmiz. Biz hijolat olyapti. Men rosa hijolat voyda qo'yatuvdim men. Tovuqni pata bilan toshga yozib o'tib ketamanmikin deb o'ylab turuvdim-da endi. Eng qizig'i hali bitta katta razmer nech bo'lsa 350 ming so'm. Agar o'zini razmerini bersa nech bo'ladi? Opa 7,5 million so'm bo'ladi. Bo'lmaydi o'zini razmeri. Hamma kasal bo'lgan bo'lsa kerak. Eng qizig'i hammani ayasini o'zbek xalq tabobatidan xabar bor. Xalqning xabari yo'q haliginaga tabobat borligidan. Ibn Sino ham сообщение yozadi. Uka asfala sopilinga ketib qolsangiz bizning ishimiz emas bu haligi. Qizilchaga qora kuya tegizib yedirib qo'yish. Aya hech yo'q dorichi, jonoya desiz, maksimum hali dorilardan chiqadi. Buvalarni bilasizlarmi? Shunaqa dori soladigan idishi bor. Bunyodkor stadionidan ham katta idishi bo'ladi, bilasizlarmi? Chunki buvalar yer yuzidagi hamma kasallikni ko'rib chiqqanda. Ashundan bunday dori qarab turib, "Mana dorini sirog o'tib qoladi" deb ichib qo'yasanmi? Kalamishman men uni ichib qo'ygan, u qolib ketayotgan dorini ichib qo'ygan. Menga ham bir doktorga ko'rsatib ichiringlar. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Ayamu mayli, meni tinchitib qo'yishga haqqi bor. O'zi tug'ilgan yana bitta tug'iladi. Bitta o'rtog'i telefon qiladi. Ha, o'g'ling og'riyapti, meni ham o'g'lim xuddi shunaqa og'ruvdi. Savzni qizitib orqasiga tiqib qo'ydigan deyaveradi haligi opa. Ayam ham bunday qarab turib, "Seriozniy, rostdan. Savz yo'q-ku, bir obnovatkomni tiqib qo'ysak bo'lmaydi. Obnovatkomni faqat og'zimga tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Gemiro yo'qmi orqamga tiqib qo'ysang?" Cheklanmagan raqamlar ketma-ketligiga uyning narxini qo'yaveradigan odamlar bo'ladi, bilasizmi? 0 bo'ladi. Kvantrilionga yozib berishadi. Bittasini ko'rib, $900,000 ekan. $900,000 tushunyapsizlarmi? Hali so'mda hisoblab ko'ray desam, kalkulyatorımda gipotenuza sinus deb chiqib geometriyaga o'tib ketib qolsa, "Ha, bo'p" dedim, men telefon qilay dedim, akam bekar o'tirgan bo'lsa kerak. Itam telefon qilmaydi dedi. Telefon qildim, hol ahvol so'rab berdi. Qilsam sразу oldi o'tirgan ekan haqiqatda. Aka dedim, "Mo uyimizni dedim, vertolyot hisoblasak qancha bo'ladi? Vertolyot kerak emas" desam, "Vertolyot o'zi yo'q uka" deydi, "Ustimdan kulmang" deyapti. "Priyanka Chopra ham men bilan yashash shart emas aka" desam, "Uka" deydi, "O'chirib qo'yaman" deydi. "Bo'pti" dedim, "Skidga berasizmi?" desam, "Ha, kami bor" deyapti. Bilasizlar-ku, kami bor meni ishim bu. Qancha skidga beradi deydi, $400,000 desam, "So'hiversa, o'zi so'radi bo'lmasa qancha tushib beradi" deb. Keyin aytdim, "Bo'pti aka" dedim, "Qanaqa plyuslari bor?" desam, "Metroga yaqin" deyapti. $900,000 ga olgan odam metroda yuradi, bilasizlar, hali ma'rida Magicari bilan avtobusga chiqib oladigan bola, shunaqa uyda yashab metroga tushadigan bola. $900,000 ga menimcha bitta metroda oстановkasi uyingizda hayda olish kerak meni hisoblashim bo'yicha. Meni akam o'zini shu joduman deb o'ylaydi, 8-mo'jizaman deb o'ylaydi. Meni miyam o'rnida kalkulyator tursa kerak deb o'ylaydi-da. Tetris turadi deb o'ylaydimi bilmayman shu. Haligi bilasizlarmi, shipirgini berib qo'yadi. "Ma, uborka qilishni o'rganib ol" deydi. Men o'rganib olishim shart emas uborkani. Men umrim oxirigacha ham qo'limga shipirga bersa 3 man qilib olmayman ustiga chiqib. Shipirgida shipirish kerakligini bilaman. Bilasizlarmi hali moment? Dadasi ish buyuradi. Akangiz peshonasiga qo'lini qo'yib buyuradi. "Hamtadi, sen qilib qo'ygan, senga buyuryapman, boshqasiga buyurmagan, sen qilishing kerak" deydi. Shuni teskari qarashiga bunday qiladi sizga qarab. Eshitib turganingizni biladi. Nimaga qilyapti? Po'lat o'ynayapsizmi siz bilan? Sovuq choy olib kel deb to'g'ri ayting. Desiz, "Sovuq choy emas, sen ishni qilib qo'y, senga buyurdi" deydi. Uyatmaydi, tovlamachilik qilmang deya olmaysiz. Uni desiz, vartishkadan beradi, proyektiv o'tadi, bir kishilik talpaga aylanib oladi. Aka siz urayotganda bilasizmi? Bitta o'zi urib talpada urgandek qiladi-yu. Toza hudud degan tashkilotni ham ayol kishi ochgan bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki erkaklarga menimcha unaqacha toza hudud shart emas. Vali itam dumi bilan uyini shipirib yotdi. Ha, u maqoli xullas. Unaqa narsa yo'q erkaklar uchun. Stuldan yaxshi shkaf yo'q erkaklar uchun. Men sizlarga aytaman, stul eng zo'r shkaf. Kiyimlarni qo'ysa bo'ladi, kerakli buyumlar, kalit, telefon, kompyuter hammasini stul ustiga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shkafga solish nima kerak bor? Yong'in bo'lib qolsa stulni ko'tarib chiqib ketsa bo'lardi. Ayol kishi unaqa qila olmaydi. Ayol kishi 1 sekundda kirib oladimi? Yo'q, erkak kishi yuvib oladi. Qanaqa qilib? Men kiyadigan toza narsam qolmasa, bunday boraman kirlarni oldiga, kirlanish darajasini o'zim uchun pasaytirib, eng tozasini olib chiqib ketaman. U ayol kishining qo'lidan kelmaydi. Suvoy shampun degan narsa chiqibdi, ayollar uchun chiqibdi. Ular bunday boshga anaqa qo'lar ekan, yuvish shartmas ekan, sepib olib chiqib ketar ekan. Uni erkaklarga berib qo'ymaylar. Biz ashi bir yangi yilgacha haylashib beramiz dush bilan-da. Vaqti kirmay qo'y, 3 oy kirmay qo'yamiz. Erkak kishi oldindan olchi bo'lgan, to'g'rimi? Olchi bo'lgan, u uyga yegulik olib kelish kerak bo'lgan. Ha, ayol kishi ro'zg'orga qaraydigan bo'lgan. Ular haqiqatda olchida, men tushunyapsizlar? Ular ayiq bilan urushgan. Ular ayiqqa mushotgan, tushunyapsizlar? Men qila qo'ng'iz ovlaganman maksimum. Men u mayli, men hozir ayol kishi bilan erkak kishi o'tda 50 to'lash kerak, haligi gapiramiz, muhokama qilmaymiz, gavrevmi deyotgan bolalarni bilmadim, Amir Temur bunday qarab turib tug'ishmayapsan ekan, xolos deydi-da, to'g'risi bu. Ayollarga ham aytmasa bo'ladi, vaqti. Men ovqat qilmayman, men uyda unaqa ishlar qilmayman, menga sovg'a berish kerak. Siz nimaga kerak? Siz apanda aytib berasiz unda eringiz hech narsa qilmasangiz.
bratishga solib yurasizmi oldida, nima foydasi borsa? Men zato tug'aman-u deb berdi. Ba'zilari, hammasi emas, men tug'aman-u deydi. Oldingilar 10 ta tuqqanda, 10 ta tuqqan indashmagan. Hozirgilar maksimum 10 tasidan tug'ib berishi mumkin. Bu boshqa narsada bo'lmaydi bu. Telegramda yopiq kanali bor, bitta psixolog bilan o'zimni jinniga solib gaplashibman. Bilmadim, 4 ta reels ko'rib psixolog bo'lganman. U psixolog bilan gaplashgandan keyin sizga psixolog emas, psixiatr kerak bo'lib qolar ekan. Psixolog bilan psixiatrning farqini bilasizmi? Psixologda oldida bitta mujik o'tirib olib, "Men hayotda qiynalganman" desa, psixiatrda oldida shu mujik "Men Shabnam Surayyoman" deydi. Xuddi shunaqa darajaga tushirib ber ekan. Aytyapti, bitta so'mka ko'tarib ketayotgan hola bor. Qanaqa yordam ko'rsatasiz? Qari holat tasavvur qiling deyapti. Borib so'mkasini uyga olib borib berman ko'tarishib desam, "Yo'q, bu noto'g'ri" deydi. Men so'mkasining ichida dorilarni o'g'irlab berman deganim yo'q akalar, to'g'risi. U aytayapti-da, "Siz shunaqa narsa qilingki, hola qaytib shunaqa ahvolga tushmasin" deydi. "Nima qilay, holani so'mka ko'tara olmaydigan qilib beraymi" desam, "Yo'q, siz yaxshi maslahat bering, holani hayotiga kerak bo'ladigan" deydi. Endi men 70 ga kirgan holada ko'chaning o'rtasida "Hola, bitcoinga pul yutishing, trading zo'r ketyapti" deyishimni kutyapsizmi desam, "Yo'q" deydi. "Mana yosh bolalar zo'r futbol o'ynash uchun Ronaldo, Messining videolarini qo'yib beradi. Shunga o'xshagan narsa tafakkur qiling" deydi. Bo'ldi dedim, holaga Usain Boltning videolarini qo'yib beraman shekilli dedim-da. Endi yoshliginglarda hali kim bo'lasan deb so'rashganmisizlardan. Men sneaker zavodda egasi bo'laman deganman, desam seriozniy qabul qilishmagan. Kattaroq maqsad qo'ysang deyishing, kosmonavt bo'laman de, rassom bo'laman de, kosmonavt bo'la olmasligim aniq edi. Meni otam tengqurlar o'qigan kitobda men ham o'qiyotgan bo'lsam, ulardan kosmonavt chiqmagan bo'lsa, mendan qanday kosmonavt chiqadi? Qaysi fanda o'qib kosmonavt bo'laman? Fizikaga kiraman, yerni tortish qonuni Newton, bam bo'ldi, ucha olmaymiz ekan, yer tortib olarkan, o'tiraveraman deb. Qanday qilib o'zga sayyoraliklar ham faqat Amerikaga qo'nadi bilsanglar. Bilasizlarmi, kinolarda ham. Ular har doim bizga bir marta qo'ngan Abdullajon, undan foydalanaman qilishgan sirazi. Amerikaga qo'nsa, ashida urushadi, boshqa narsa qiladi. Biznikilar ucha olmaydi deb o'ylaganman-da shunda. Rassom va ilotsiz narsa. Men quyosh chizardim maktabda, ko'zi qoshi bor. Uni chizgan odam Mona Lisani chiza olmaydi-da. To'g'risi. Men odamning rasmini chizsam, ikki odamga o'xshasin deysizlar. O'zi rassomlar hammasi o'lganidan keyin boyib ketdi. Tirik boy rassomni ko'ryapsizlar? Yo'q. Sneakers. Men ingliz tilini bilasizlar, deydi bir 54 yildan beri o'rganaman, o'zingizlar bilasizlar. Chunki har 2 oyda bir borsangiz charchamaysiz-da, miya charchamaydi. Shuning uchun sekin, chekkadan. Ingliz tili ustozimga barcha gap so'z bo'lishi mumkin emas lekin. U mana sayyoramizdagi eng pachaq ingliz tili ustoz men bo'lsa kerak. Chunki u men bilan birga o'rganyapti desa ham bo'laradi uni. U bilmay qolsam-da qarab, bu so'z inglizcha sen kerak bo'lmay deyaveradi u. Ustoz bilan biz mutafakkir degan so'zga to'g'ri yetib bormaymiz, aniq. U ustoz yetib bormaydi. Men ustoz bitta narsasi zo'r. Haligi ikkita dars o'rtasida bir zerikib ketsa, "What is your hobby?" deb beradi. Men ham o'xshataman. Reading books and swimming desam, bunday qarab, "Xolosmi?" deydi bir kun. O'zbekcha aytadi, inglizcha ayta olmaydi. Конечно, xolos. O'zi aslida hobbim ingliz tili. Senga ikkita o'zimdan topib beryapman. Maktabda Ali Baybaramda A harfidan boshqa hech kim haligi harfini eslagisi kelmasa kerak. Ya, bo'lgandan tashqari men rus maktabda o'qiganman, o'zim xohlamaganman J bo'lib qolishdi akalar. J u J emas. Kimdir K bo'lgan, kimdir Z bo'lgan, kimdir G bo'lgan. O'zbek maktabda o'qiganlar tutuv belgisi qo'ygan sinfdoshlar bor, tutuv belgisi. Ali Baybaram orib qoldim deb kemaga qo'ygan yaxshi. Tutuv belgisi olib qo'yganda. Harflarning ichida ham harf bo'lib qolish mashina qiladi-da. Bugun opam bilan gaplashsam, maktabda birinchi sinflar 13 ta olinadi bu yil qasdiribdi maktabda. Bora o'zinglar o'ylaylar, 30 ta olinsa-ya, sen qaysi sinf chepsan desa, men 7 L deb chepaman. Senchi desa, men 8 P deb chepaman. Bo'lmasa T deb chepaman. Shunday qilib xuniga eshtiram. A B to'shni komissiya kelgan nab kiradigan sinf bo'lib qoladi. U eng qizig'i ulardan so'rasa tutuv belgisi bo'ladi shunda ham. Sen qaysi sinf o'qiysan? Tutuv belgisi degandan ko'ra, men magistraturada yuraman deb berish kerak. Sen qaysi sinf birinchi chepsan? Tutuv belgisi degandan men urushmayman, urushga qarshiman deb bergan yaxshi. Samoverimizni oshiraman deb zalga chiqdim. Nabara top ketdi. Hali shikab bir roller bolalarni ko'rib. Hali bolalar bor, tupurganda testosteron tupuradigan muchali protein bolalar bor. O peshana miramir bo'lib ketgan, tomirlari shunaqa katta mahallarga tomirlaridan she'r yozib olgan bolalar bor. Go'shidan albastir chiqadigan bolalar, to'g'risi. Ashlarni ko'rib nabara top ketdi. Aka nimaga tayyorlanyapsiz bilmadim, omad tayyorsiz, to'g'risi inglizchani o'rganib, Dana White UFC desiz, Jon Jonsman qo'yib beradi siraz desam, uka tirnobkani boshdan gapirmay suvda ol dedi. Nima deb javob qaytara? Qanaqa o'qitaman? Azizda videolarini ko'rganman deb o'qitaman. Yo, Bekzufar aka menga patga tashlagandek o'qitaman. Uka tirnobkani boshlaymiz dedim, "O, toshlardan boshlaysan" dedi. Hali rangli toshlar ko'rsatyapti, ustida Baby Shark deb yozilgan delfinning rasmi tushirilgan.
Pastda aka o'zi ko'taradigan toshlar turibdi. Qoni bilan barmoq izlari chiqib qolgan. Men tosh ko'taryapman, aka oldimda skakalkada sakraydi, 3 ketib qolay dedim. Konditsioner tashqariga sovuq havo haydaverdi. Boshqa mahal tirnobga qilinglar sizlar, to'g'risi. Bizga o'xshagan bolalar ham tirnobga qiladigan mahal qilib. Odamni past tabaqadanligini ifodalovchi so'zlar to'pishtaligi e'lon qilish 3-o'rinda qul, 2-o'rinda uka, 1-o'rinda shagird turar ekan. Shagird degan so'z tailandchadan olingan bo'lib, qora bo'lmagan neger degan ma'noda anglatar ekan. Go'sht sizga, suvagi bizga deb ustaga tashab ketishadi. Agar ustani hali shagirddan 3-4 ta yosh katta shagirdlari bo'lsa, go'shti ham, suvagi ham, hech narsa qoni ham qolmaydi, to'g'risi. Ustalar sizlarga lifehack, qayergadir ketayotganinglarda ana kichkina shagird kapotga ham sig'adi. O'zingizlar bilan olinglar, chunki sizlar ketishinglarga onalar hukmronchilikni boshlaydi, to'p qilib tepishmaydi xolos. Bor o'rnimga hojatga o'tib ham deyaveradi. Tomusda bo'lsa vobshe, sekin teshani qo'shnining uyiga tashlaveradi-da, borib chiq deydi. Hali bola shatini ham yetishiga manaqasidan qimillatishni boshlashadi. Yerda tortish qonunini o'ylab topgan Nyutonni og'ziga deb hali bola ichida so'kinib yoradi. Haligilar eshitib bo'lsa 11 man qisipyapti. Hali bola bechora abidni ham bemalol qila olmaydi. Choy quyish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak, to'g'rilaguncha hali dram bilan traktor shagirdilar tiqipyapti ovqatni, ponni, tovoq ovog'i bilan. Hali bola o'tiraveradi, bir qoshiq ham olishga ulgurmadim, nimaga yozib ketyapman ekan deb. Uydagilarga ham ayta olmaydi. Shunaqa bola bilasan, futbol yumma ahli etmaydi, lekin mas ermak qilsa bo'ldi uni. Real yutsa Real taraf, Barsa yutsa Barsa taraf. Barsa yutyapti, Realni chiqyapti. Maqtanish kerak-ku. Biz kecha yutdik deydi. Hech qaysi Barsa shuni demay, biz devermaydi hech qachon. Biz kecha yutdik deyapti. Qanday qilib sen biz deveryasan? Kecha stadionda Lamine Yamal, Rafinha, Urayimjonni qutib o'ynagan, tasavvur qilinglar, 26-raqam. Sen yutinmagansan, to'g'ri, kallangni ishlat. Maqtanov 5-6 kishining ichida turib qolsangiz, men yoshligimda o'zim Messi'dek o'ynardim, 100% Messi bilan bir xil o'ynardim, travmalar sindirgan deb aytadi. Bir marta mana chimchalari sinib qolgan, chiqib qolgan, sinib qolmagan, go'shi bo'linib qolgan. Bir marta suv chechaga yo'q qolgan, bo'ldi, boshqa hech narsa olmagan. Lekin aldorada yoshligini kim eslaydi uni? O'zi ham eslolmaydi yoshligini. Agar Messi qachondir ichi o'tib qolganda, hayotini bir yomon qismida qutbchalik o'ynaganda, u Messi olamas, ileta bir Quaresma bo'lib qolib ketardi. Agar u qutbi Messida bir eng yomon junchalik bir marta o'ynab qo'yganda ham 3 ta gol urib qo'yganda hech yo'q, mashal 2 da o'ynash kerak edi bu yoshigacha. Maktabda diktant tez o'qish bo'lardi esinglardan. Men shu tez o'qishda men atayali kichkina so'zlar bor joyini tanladim. Rosa bir haligi apris bola edimda. Kichkina so'zlar bor joyini tez o'qib berdim. Keyin ustoz nimani tushunding aytib ber dedi. Men qanday qilib bu tez o'qib ham tushunishim mumkin. Men o'zi taklifnomada kimi to'y bo'layotganini tushunish uchun 3 marta o'qiyman. Tushunyapsizmi? Diktant o'ta san'at asari. Biz sinfda diktant va shu san'at asari edi. Shunaqa sinfdoshlar bormi-da haligi bir diktant boshlanadi, bir 20 minutdan keyin ustoz men qolib ketdim deydi. Qayerda desa diktant degan joyda deydi. U o'ta shunaqa bor. Mana tiyri deb yozib bergan sinfdoshlar bo'lganmi? Menda undan ham san'at asarlari bo'lgan. Tushunyapsizmi? Qilingan degan so'zni 2 ta q bilan qilingan deb yozib bergan. U ustoz aytadi, 2 ta q-yu mayli, men g degan olinsa, bu g emas, bu tutuv belgisi deydi. Tasavvur qilinglar, g dan keyin tutuv belgisi qo'yib qo'yibdi o'zicha, g dan keyin. U o'zicha bilaman deb o'yladi. O'zi umuman bilmaydi qoidalarni. Salomdan keyin ham so'roq belgisi qo'yib yoradigan bo'ladi. Bilmayman. Kallaba separatorli singari ishlaydi. Men hayron qolaman. Bu qanday qilib bu darajaga tushib ketgan? Qizlarga so'yaga yo'rotani ishlar bormi? Men Xudoyorxon deb aytaman unaqa bolalar. Bilmayman nimaga unaqa u. Men misol ko'chada ketyapmiz-da, bitta qiz yomg'ir yog'yapti, endi bitta qiz ho'lab ketyapti endi. Zontik paydo bo'lib qolsa-da, hali yoshlamda qadamdir, zontik. Tushunyapsizlar? Ya'ni sizga kuzatib beraman, zontikni ochib yordam berib. Menda shunaqa holat bo'lsa, qor bo'lsin, qorga tiqilib qolgan bo'lib, bunday qaraydi-da, yordam ber, qorga tiqilib qoldim desam, bahorda kutlaydi maksimum, tushunyapsizlarmi? Qiziga podarka, iPhone podarka qilib oldim kelib, iPhone podarka qildim qizimga deydi. Al zo'r dedim, nima bo'ldi keyin, nima? Bir narsa oldim sen ham desam, rahmat dedi deydi. Xursand, rahmat deb qo'yganiga xursand. Menga nima podarka qilgan bilasizlarmi? Yasama uzum podarka qilgan. Uzum yasama, mashinaga yosib beradigan bor-ku, ashunaqa uzum podarka qilmagan, o'g'irlab olganman uni, 3 kun bermaganman. Bermasam keyin aslida podarka senga dedi. Tushunasizlarmi? Mashinam yo'q. 3 kun men bo'ynimga yosib yurdim hali uzumni, xursand bo'lib ketganimdan. Uni yaqinda ma'da tishim oldirgani bordim, aslida tish oldirish qimmat. To'g'risi kelar bu 700 ming so'm tushyapti. So'mga u appendis olish oson bo'lib qoldi. Tish oldirib berishdan to'g'risi, appendis oldirish. Nega unaqa bo'ldi bilmayman. Men yoshligimda tish oldirgani borganimda unaqa qimmat emas edi, narkozi bor edi, qimmatroq, lekin ayam bilan borsam narkoz qildirmasdi. Ayam yig'lasam o'ltiraman derdi, bo'ldi, shu bilan yig'lamay o'tiraverardim. Bo'lmasa bounty beraman derdi. Aya bering shu bounty bir vaqtingiz bo'lganda to'g'risi, hali yemadim. Men kutib turibman shuni. Xullas bordim bugun ham stomatologga. Uka xullas mana ishlar qilamiz deb 2,5 million bo'ladi deb qo'yadi. Oyligingizmi 2,5 million nima? U
8 ustiga ikkita shagirdi bilan bir kunda 2,5 millionlik ish ko'ra olmaydi. Uyning ichida siz og'zimda nima qilmoqchisiz desam, unda Instagramga qo'yaylikmi deb qo'yapti. Rasmga olib Instagramga qo'yaylik deydi. Men o'zimiznikilar bilaman. Uysizlarni ham davolab yaxshi qilyapsizlar ekan, ulug'aygan kunlarda deb ukam kommentariy yozib berdi unga to'shni. Maktabda uyga vazifa berishadi, ya'ni o'qitilgan narsani mustahkamlash uchun dadang bilan ishlaysan deb uyga jo'natishveradi. Shuni teskarisi bo'lsa ham, nima deb o'ylaysiz? Uyda qilish kerak bo'lgan narsani dadam maktabga vazifa qilib beraversa. Boshimga shamponni ko'payib turib, bor ustozing cho'miltirib ber deb jo'nataversa maktabga. Yoki uyda haligi ustozlar majlisi bo'lsa, "Mo choyini ichmayapti, odob nomustozi qarayapsiz. Chiqing qo'yxonadan." Endi maktabda yana bitta e'tibor bergan narsam jismoniy tarbiya, juda bir insofsizlik bo'lardi. Kichkinaligimizda futbol o'ynayapmiz, 11-0 ga yutganmiz, ustoz oxirida to'pni olib turib tugagandan keyin do'stlik g'alaba qozondi deb qo'yapti. Qanday do'stlik g'alaba qozonadi? Biz bir-birimizni o'ldirib qo'ymadik. Xolos Ronaldinyodan jicha pastroqda o'ynadim. Xolos men 11 ta gol urganimizcha. Yana bitta e'tibor bergan narsam, bilasizmi, zalda voleybol to'pdan boshqa любой narsani tepsangiz bo'lardi. Oshnamni tepib forsam ham kishi eshitmasdim. Ammo voleybol to'p tepsam mash oyog'ing akacha ko'p bo'lsin derdi eng kami. Umrim davomida o'zi bir marta samolyot uchgan. Mana shunday marta derizdan taydan joy olganman-da. Bu narsani ko'rib ketaman deb. Shunda bitta to'p o'ynamoqqigan. O'g'li bilan kelib turib, "Uka, kelingmi? O'g'lim yosh bolada derizdan tayda ketsin, birinchi marta uchyapti" deb qo'yib, men samolyot shopiriga o'xshayapman. Men ham birinchi marta uchyapman, bu kalla ishlating deganman. Energetiklar menimcha faqat samolyot shopirlariga kerak. Chunki masalan, energetik ichib turib olgan energiyalarni qayerga ishlatasizlar? Ularning ishi zerikarli, ularga kerak. Chunki ular bitta joyga qarab ketadi. 10 soat bitta derazaga qarab ketadi va u yerda faqat bulut bo'ladi, manzara bo'lmaydi hech qanaqa. O'zgarmaydi manzara. Shuning uchun zerikkanidan ob-havoda aytib o'tiradi, qaysi davlat ustidan uchib o'tyapti. O'zi hech kimga qiziq emas qanday o'tayotgan. Bilmaysiz ham. Uchib ketyaptimi? Shvetsariyadan uchib o'tib ketyapmiz. O'zi reys Andijon Nukus. Ancha aytaveradi. Ashlar qachondir ishidan zerikib qolsa nima bo'ladi? O'ylaganmisizlar hammani singari. Nima kerak menga bu ish? Mana kino o'tganga ham o'zim o'ldiraman, senlarni ham o'zim bilan ketaman. Bino duramiz deb qolsa. Ayaz magazindan nimadir olib deganda to'shni sifatlarigacha bilib olinglar to'g'risi. Bo'lmasa oqibati yaxshi bo'lmaydi. Menga yaqinda sokov ol dedi. Qanaqasidan desam, xohlaganingdan dedi. Olmali sok ko'tarib yursam, "Kallang ishlat, olmali sok ham icham" deb qo'yapti. Polni bilib olish kerak. Qayerda ishlab chiqarilgan. Men yaqinda bilibman, ana smetana bor-ku, o'shunda yozilgan 20% u skitkasi emas ekan. U sifatiga taalluqli joy ekan. Kallani qaranglar, zavoddan skitkasi bilan chiqqanda yurardim ekan men. Polni kim ishlab chiqargan, qaysi sigirdiki, kim saqqan u sigirda hamma yo'g'ini bilishinglar kerak. Necha prosentli? Dada bilan unaqa bo'lmaydi. Dada smetana ol dedim, qanaqasidan siz? Kallang ishlat, qanaqasi bo'ladi? Yig'yondan olib kelasan dedi. Bo'ldi. Dadam ham menimcha bilmasa kerak, u protsenti smetanaga taalluqliligini. Tug'ilgan kuniga surpriz qilmoqchiman shuni aytib. Agar noto'g'ri narsa olib kelib qo'ysanglar, men eslataman shu kunni. Magazinga qaytarib olib borganmisizlar, ayalar tushunmaydi edi sizlar qanaqa qiylanishinglar. Magazinchini oldi o'g'illik qilib qo'ygandek turasizlar-ku. Aka, almas deb turasizlar-ku. Uni bilmaydi-da. Sizlarda akalar seni asrab olganmiz, lo'li tashlab ketgan degan bo'lsa, menga prema o'g'limsan degan. Aka bilan urushni foydasi yo'q. Yonayotgan uyni remont qilayotganda bo'lasiz, ba'zi urib qo'yadi. Haligacha uryapti, haligi bugun soat nechidan 10:30 bo'ladi deydi-da, keyin bunisi deb qo'ysangiz uradi. Hali ham ismi Feruzbeymi deydi, uradi yana bunisi kulgiliroq narsa siz. Haligacha hali o'pitlari tugagan yo'q, keyin senga o'rgatib berma, hayotingda kerak yo'ladi. Ko'tarib tur yerga yechib beradigan o'pitlari. Yoshligimda qizlar bilan gaplashardi aka, men keynayman, gaplashib. Hali keynayani ovozi har xatda almashardi, boshqa keynay yo'q bo'lar. Hali qiz ham jicha dog'dirroq. Akangiz qizlar bilan gaplashmayaptimi deydi. Siz g'ayrat oshonasimisiz siz? Yo, kengurumisiz? Siz men gaplashyapti-ku, siz bitamta qizlar bilan gaplashsa ayting ham menga deydi. Ha, kechqurun 1:30da yugurveraman sizlarni uylarga qarab, pishpirgimizni olib uchiveraman. Tomga chiqib baqiraman bo'lmasa gaplashyapti deb. Telefonim bo'lsa sen ikkalangni gaping menga qizilmi? Nima eshitib yotibman bu yerda? Jinni telefonim yo'qdi. Kinolar ssenariysiga maza qilaman-da. Bilasizlarmi, hamma kinoda bosh qahramonni xotin o'lib qolgandan keyin haligi bir pasda kuchayib ketib qoladi. Bir pasda mansab kelib qoladi hali bolaga bir pasdan. Xuddi xotinning o'lishi uni boyligida. Hayotda unaqa emas. Bitamtasini xotin o'lib qolsa, bu yerda kadr ketadi. Ikkita kampir o'tiribdi mahallada, hali aka o'tib ketayotgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim, yaxshimisiz? Salom ayting uydagilarga. O'zi mashq qilgan. Mashi o'ldirgan, men bilaman. U kun bermasdi bechora qiz bolaga desa, sheriga, yo'q, u qilmagandir. Mashina urib ketib o'ldi deyishdi desa, yo'q, baribir mashina qo'li bor. Unaqa joyi qanimi? Masalan, kinoda boshida bosh qahramonning xotirasi yo'q bo'lib qoladi. Hamma bunisi eslatishga harakat qilib, bitta qiz kelib kitob o'qib berib, qanday xotirasini tiklaysan, dog'dir.
biz kela olmayapmiz. Kitob o'qigan paytimiz kitob o'qib berib bu narsalar qilaman. Hayotda unaqa bo'lmaydi. Hayotda birinchi o'l eng yaqin oshnasi keladi, bunday qiladi. Mon tortchi deydi. Hali bola ham, "Ha, yo'q, men nima qilishingni bilamansan. Mana buni xotirasi tikalamagan, mana yo'qolmagan, mana xotirasi turibdi." Mana shunaqa bola bor bilasizlarmi? Hali uni zalga chiqayotgani zaldagilarga ham yoqmaydi, bu tashqaridagilarga ham yoqmaydi. 3 kun zalga chiqadi, 4-kuni bunday bo'ladi. Mana ayro. Do'stlarim, deylayro, orqadan ko'rgan odam futbolkasini vishirkasi bilan kiyib oldi deb o'ylayapti, jon oshna. Ichi bir oy tirnoqqa qiyin desiz haligi meni ko'ra olmayapsan senlar deb. Ya'ni ko'la pol ichib turgan bo'lsa ham kelib gapiraveradi, eslaylik qilib senlar. O'lishasan senlar, mashinasi ziyon narsa deb berdi. Keyin meni ham g'ashim kelib qoladi, sraz aytaman oshna. Zalga chiqayotgan odamlar ham o'lar ekan bir kun kelib. Men ashuni senga aytib, yangilik bo'ldimi hayotingga deyman desam, men umrimni uzaytirish maqsadida yuguryapman deydi. O'limdan qocha olmaysan deb berman. U keyin mog'oraylar, miyani qaraylar. Protein ichishni boshlaganimdan beri foydasini sezmayapman deydi. O'zi 3 kun bo'ldi, 1 yildan beri chekanda gapiryapti. G'ashim kelib qoldi, bugun dedim uyga borib dedim, proteinini polni yeb qo'ygan hammasini dedim. Qoshiqlab bergin dedim, orqasidan 1,5 litr suv ichib yubordim, ertalab qulog'ing bilagingdan katta bo'lib ketadi dedim. Ashna deb yo'qotmasam. Ingliz tilini men maktabda o'rganmaganman, chunki tekin bo'lgani uchun. Men Krutoymani pulimga borib o'rganishim kerak. Pulimga o'rgangandan keyin xohlagan narsamni o'rganaman. Zamonlar menga kerak emas. Sizlarni bilmadim, men hozirgi zamonda yashayman. O'zi ingliz tilini bilgan odamga qiyinroq bo'ladi. Men masalan Dubayda aylanib yuribman. Do'konga bordim. Can buy potato desam, u what deydi. Halizada o'ylanaman. Emidi, enmidi, zemidi, qaysi birini qo'yish kerak edi? Yo, olmasammikin vobshe. Undan ko'ra uveren borish kerak edi. Potato 1 kilogramm deyish kerak. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Birinchi marta o'sha ingliz tiliga kirganimda ustoz aytgan, ingliz tilidan nima xohlaysan deganda, men ingliz tili bo'lishini xohlamayman deganman. Yo'q bo'lsa zo'r bo'ladi deganman. Keyin men o'rganmasligimga yana bitta sabab, ayamam, dadam ham nemis tili o'rganishgan. Bilmayman nimaga yesirda odamlarga nemis tili o'rgatilgan. Ular o'ylashganki, ota-onalar yana qaytib kelib bo'lsa, Guten Tag desa, o'zimizgalar ekan deb qaytib ketadi deb o'ylashganmi bilmayman. Shuning uchun meni hech kim tekshira olmasdi. Ayam uyda bitta ham inglizcha qo'shiq chiqib qolsa, "Mada nima deyapti?" desa, 8-marta haqida qo'shiq aytadi deyorardim. Zo'r chiqibdi deb. Ayam ham xursand, men ham xursand. Nima kerak? Menga baribir qiziqda haligi ish tushganda sizlab qoladigan opalarning logikasi. Baribir bular baribir ish tushganda sizlab, ish tushmaganda, "Orami?" deydi-yu, ashlar u mana tasavvur qilinglar-da, menga ularning mashitlari qiziq. Mana uni ichida nima borligi, u qanaqa ishlashi, agar u bu narsa bo'lsa-da, mana tasavvur qilinglar, uka bo'm-bo'sh oppoq devorga qarab o'tiribdi. Hech narsa qilmasdan mana 3 minutda bir marta nafas olib, ichida kalima keltirib o'tiribdi. Mana tasavvur qilinglar. Hech kimga ziyoni tegmayotgan ashi ukani bir opaga ziyoni tegayoradim-da, aylanib kirib qolib, qayerdandir ko'rib qolib, ashi bir luboy bitta xonaga kiradi, ashida o'tirgan bo'ladi uka, devorga qarab, jindini singari. Ichida shu muhali ham nafas olyapti ekan deb o'ylaydi-da. O'g'il bola ish qilish kerak. Agarotdagi ishlarni kim qiladi? Shikabni kim jildiradi? Shikab 3 kun bo'lgan o'rni almashganiga shikabdi. Agarotdagi ishlarni qilish kerak. Men opamni deb turib agarotda shunaqa ko'p ish qilganman. Meni mana orqam do'nqayib ish qila olgandan. Peshanamdan ko'p quyosh yegan, tushunyapsizlarmi? Dunyodagi eng duxubalat to'poy kim desa, meni oshnam ko'rsatsanglar bo'ladi. Men u bolaga tushuntira olmayapman. 7-sinfda shashkadan yutib qo'ygan diplomni uni sportsmen qilib qo'ymasligini tushunyapsizlarmi? O'zi kichkina urushib qolaveradi. Bugun ham kelyapti. Oshna Instagramda muaka bilan urushib ketdim, borib kelamiz, strahobga qilib turasiz, ko'ring deyapti. Hali akani niki boyets MMA 110 kg. Profiliga 3x Aziya chempion deb yozib qo'ygan. Oxirgi marta qo'ygan posti 150 kilolik toshni bunday qilib ko'tarib turibdi aka. U mana uni profili qalbimdasan guli. Oxirgi marta qo'ygan posti guli qaytguncha post qo'yaman 10-kun. Bunaqa profil bilan Instagramga kirib bo'lmaydi, negativ yozish yo'lda tursin. Tushuntira olmayapman. Qanday qilib men yana turib erkak kishi hech qachon zadni bermasligi kerak. Meni shiorim deydi. Agar bugun shu shioringga amal qilsang, ertaga amal qilishingning hojati qolmaydi. Ertaga senga kerak bo'lmaydi. Men qanday qilib strahobga qilib turaman? Haligi aka meni urushdan oldimga kelish shart emas. Ashidan Bashar Ahmadga qilib turib bitta mushot otadi, mashaga keladi, tushunyapsizlar? Haligi aka men qanday strahobga, men 03 terib qo'yishim mumkin strahobga qilib. Tushunyapsizlar? 03 terib tayyor qilib turishim mumkin. 02 ni ham qo'shib qo'yishim mumkin. Yoki de oldimga kelsa aka Xudodan qo'rqasizmi deyman, bo'ldi, shu strahobga. Boshqa bilasizlar, men ingliz tilini yer yuzidan yo'q qilish payida yurgan kimsaman. Menchalik O'zbekistonda biror yaxshi ko'rmaydi ingliz tilini. Men tushunmayman, mana yer yuzi tinchgina 3 ta zamonda yashab yuribdi, to'g'rimi? Qaysidir bitta ingliz o'tirib qayerdadir qichishib ketganiga ham bilmayman, 32 ta zamon qilaman qilib qo'ygan. To'g'ri, qanday 32 ta zamon? Yiliga to'g'rilab chiqqan bu, har yilga bittadan zamon berib. Qanday 32 ta? Shunaqa bolalar bor, bilasizmi, ingliz tilida o'qiyapsiz, sen qaysi darajadasan deb berdi. Men 63-darajadaman desam, unaqa daraja yo'q deydi. Sen yetib ekansan, men tugatganman deydi. Tugatgan odam luboy so'zni tarjima qilish kerak, to'g'rimi? Mushkul kichotni tarjima qilib berchi desam, bilmayman deydi. Masalan, o'zbek tilida daraja yo'q, to'g'rimi? Kim mana misol o'zbek tilini men 1-darajada bilaman degan odam nima
dada, aya, quyosh, oy deyishni biladi xolosmi? Qanday u? Shunaqa bolalar bor. Men ingliz tilini lug'at bilan bemalol gaplasha olaman. Men любой tilda gaplasha olaman, lug'at bo'lsa qo'limda. Men qo'limga lug'at bersa, men o'zga sayyoraliklar tilida ham gaplashib olaman-da, to'g'risi. Talabalar yashaydigan kvartirani bilasan, bir xonali kvartirada 26 kishi yashaydi-yu. Men hayron qolaman. Uyda qisqa qilib hidlar asartisi deb bersangiz bo'ladi. Uyda yo'q, hid yo'q. Sizlar o'ynaysizlar, Toshkent changlanib ketdi, o'p ketdi. Ular toza havodan nafas olish uchun tashqariga chiqadi, tushunyapsizlarmi? Chunki uyda o'lib olish uchun protivogaz bilan kirish kerak, tashqaridan kelayotgan odam. Men hayron qolaman, qanday 26 kishi ko'chada zo'r karta o'ynashni biladigan bo'lmishda ham kirib olishaveraman deyman-da, yoki deb bittasi kelib turib, oshna uydagilar haydab yubordi, kvartirangizda 1-2 kun turib tursam bo'lamisiz? Kelao. Men ham o'zi 2 kun bo'ldi kelganimga deyaveraman deyman. Men hayron qolaman. Voy, uyda eng qizig'i bilasan, uxlashni iloji yo'q. Demak, odamlar aytadi, hali men tinch joy bo'lish kerak, qorong'u bo'lish kerak, uxlashim. Yo'q, uyda ustidan tank yurib o'tib ketmasa bo'ldi, uxlashaveradi. Chunki uyda tinch bo'lmaydi hech qachon. Telefonda gaplashyapti hamma, ikkitasi vashi bir-biri bilan gaplashib o'tirgan bo'ladi. Men hayron qolaman. Eng qizig'i 26 kishi bitta britva bo'ladi. Haligi britva shunaqa qalinlashib ketgan, velosiped ramasdan bo'lib ketganda, haligi soqol olmaydi, chiqib kimnidir ursangiz bo'ladi haligi britva bilan, tushunyapsizmi? Kattasi ham o'g'il bo'ladi, kichkinasi ham o'g'il bo'ladi, lekin kichkinasiga birinchi marta o'g'il ko'rganda muomala qilishadi, bilasizlarmi? Aylanib ketdi. Tottoy bola, chum bola, asal bola. Men sizga sovg'a. Kattasiga qarab turib, sen katta bola bo'lib qolding. Katta hayotga qadam qo'yishing kerak. O'zing eplashing kerak. Tug'ilgan kuning bilan. Bu men hayron qolaman. Sizlar hech qachon misol ukanglarni urib turib, haligi yig'laganini uydagilar eshitmasligi uchun dimlab qo'yganmisizlar? Deydi-yu, u ham yomon baqirib yig'laydi o'zi ham. Men ishonasizlarmi, uyga foyda keltirish uchun shunaqa bir haligi ko'chada ish qilib turib pul olib kelsam, u darajada foydali bo'lmaydi, lekin ukamiz siydigi foydali bo'ladi, tushunyapsizmi? Men qayerindir yarab qolsa, siyib qo'yadi, yaxshi bo'lib ketadi. Siyib beradim deb qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Kim o'ylab topdi? Ibn Sino ham o'ylab topgan, nima siyib qo'yadi, yaxshi bo'lib ketadi. Tomog'im og'riyapti. Bir g'arg'ara qo'yib berasan. Oy! Men to'g'risi biqinimni tomiri tortib olyapti. Tindag'im yugurib chiqyapti. Men zuvqimni chopayotgan bolalar sizlar odobnomada insof degan mavzu o'tgan kuni borodinglarmi yo buvam o'lib qoldi, bormodinglarmi shu kuni ham? Voy, videoni tagiga meni atmetga qilib qo'yinglar, baraka topga tushinglargachi, ajina kirsin, tushinglarda tualetdan foydalanib qo'yinglar. Atmetga qilsanglarchi, mana Zuckerberg nima atmetga qilishyapsan deb sizlarga yozsa, menga aytinglar, men Telegramga o'zini akkauntini o'ziga tumanlar soобщение tashlab qo'yaman, o'tiraveradi, telefonni qatib qolib nima bo'lyapti. Aytoradi u etta peshindan keyin qo'ysang rekka chiqadi, atmetga qilsang rekka chiqmaydi. Unaqa narsa yo'q, zo'r bo'lsa ketaveradi. Men video qo'yaman, 5000 ta odam like bosadi. Va nihoyat sizni topdik degan kommentariyaga. Men qachon yo'qolib qolganim o'zimni esimda yo'q. 5000 ta odam istayapti lekin meni. Hali videolarda bitta usta ishlayotgani menikidan prosmotring. Nima basharam yaxmayaptimi? Bir tuzuk bashara, marimda ugurim bor xolos. Orqaga qarab olaymi, yo nima boshimga baqashalta qo'yib olaymi? Nima qilsam yetaman sizlar. 2007-yil o'lgan pingvinga 2026-yil butun dunyo Instagramda siqilyapti. Sezib turganinglardek xalqaro muammolar ham menga o'tib ketdi. 2005-yil bitosini menga videosini tashlab, hozir siqilib beryapti-da menga. Ha desam, dunyo qahramonidan ajralgan deydi. Ye? So'ysang 50 kilo go'sht chiqmaydi, ana qahramonni, qanaqa qahramon, dunyo qanaqa shaklda bo'lish kerak, u bizga qahramon bo'lib qolish uchun. Shuncha podshoh, sarkardalar o'lib ketgan, ismini bilmaydi hali yo'snam. Tek qo'ysangiz kapitan Amerikan prezident deb o'ylaydi, zami Человек Паук deb o'ylaydi. Lekin ashingiz, nimaga bu nimasi edi desam, bu hamma qilgan ish qilmagan deydi. Ashuncha o'lib ketgan dedim. Yo deydi, zerikarli hayotdan shunisi yaxshi deydi. Sen pingvin bo'lib ko'rganmisan? Imindan ashaqqa billa ketsa daryoda oldiga. Hayoti zerikarli bo'lishini, yo'q qonni to'yar edi. Meni fikrimcha, o'lish zerikarlikda yashashdan ko'ra, mana yashasangiz har xil narsa qilib ko'rishingiz mumkin. O'lsangiz o'lasiz bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q bu. Nimasi qiziq bu? Voy, men brat cho'chib ketyapti-ku, kimdir olib chiqsam qutqarib. Birinchi ekan masjiddash aka. O bratano, pingvinni ko'rmadingmi? Pingvinni ko'rmadingmi? Voy, sen ko'rmading pingvinni? O bola, hali pingvinni ko'rmadinglarmi? Pingvin masjiddan o'tmadimi akalar? O cheskaltiri, pingvinni ko'rmadingmi? Brat, pingvinni ko'rmadingizmi? Zam depressiya tushib qolsangiz topoga ketavermayman, siqilishda odamlar istaydi ekan. Ikkita bir dumizga qistirib. Mana kelaman, bratan, topib keldim hozir.
Toqqa chiqaylik vallahi sen chiqmayman. Deyishdi bitta o'zim chiqib ketib qolaman deyapti. Hozir hammasi yaxshi ekan, ahvoli zo'r deya depressiyadan chiqib oldim deyapti. Qor yog'ishini qaranglar. Oddiy odam bo'lganingga shukr qilasan-da. Bugun ertamandan beri ko'chada yuribman. Bitta narsaga e'tibor beryapman. Bugun hamma joyda ishlayapti terminallar. Hech kim humo karta ishlamayapti-da demayapti qandaydir. Qog'ozim ustiga yopib oldi demayapti hech kim nimadanigina. Insof bersin-a. Shu kech kirganda bitta humori tutadigan narsa bor. Hozir bitta oshnam bilan ikkinchi oshnam oldiga hech narsa qilmagani ketyapti. Hech narsa qilmaymiz borib olib. Maqsad u tug'ilgandan beri bo'lmaydi. Maqsad hali Jeff Bezos, Elon Musk, shunaqa ismli odamlar bor. Bular ism familiyasini eshitsalar, o'zini shaxsiy hayoti borligi o'zi bitta kulgulikda. Hozir boramiz. Bittasi o'zini haliga eng zo'r paytida hamma banklar unga kredit bergani haqida eslab siqiladi. Yana bittasini qizi tashab ketgan. O'tirib olib 3 kishi uni tashab ketgan qizini sog'inamiz hozir. Sizlarda ham bormi shunaqa hech narsa qilmasdan yuradigan oshnalar? Ammo borligi ham yaxshi shularda. Har xil haligi boyliklardan, hali o'zidan o'zi kelib qoladigan boyliklardan saqlab qoladi-da bular. Muvaffaqiyatdan saqlab qoladi. O'rniga problema bilan ta'minlab turadi. 3 kun cho'p oldi, hech qanaqa problema bo'lmayapti. Har doim to'lqindan oldin tinchlik bo'ladi deydi, bir normalniy problema kutyapti shekilli bir 3 kundan keyin shu kelayotgan hafta. Bittasi qamalga ketmasanglar deyapman. Mandatlar javobi ham chiqdi, kimga qanaqa ta'sir qilishini o'zingizlar bilasizlar. Grantga kirib olgan bolalar endi uyga vaqti kirishmaydi. Ko'chada kim bilan ichib olganlar bilan 5 minut gaplashib turaveradi. Bittasi ukamoni ko'tarishmaydi desam, "Ha, endi o'xshab qopti, mana shunaqa grant top qopti" deb maqtanib qo'yishadi texnikni. Kontraktga kirgan bolalar endi buni buyog'iga uyda ukasini ham xizmatini qiladi, to'g'risi pul olish uchun hech 3000 yerda magazinga chiqib desam ham. Va YouTube'ga kirib olib, buqani qanday bir oyda katta qilib degan videolarni ko'rishadi rosa. Hop, super kontraktga kirganlar endi sizlar o'zi o'qishinglar ham shart emas. Bu chitda bu PUBG'da chit ishlatib berish bilan bir xilda bu ishinglar. Haligi oshnam ham g'ilimini oshnam bor edi-yu, tarixga topshirgan 27 balo bilan umid qilib turgan ekan, qanchadir kirib qolaman deb traktor sozlikka ham ilasha olmabdi. Va 20 shunaqa yiqilganda ham shu bo'yni bilan yiqilganda, tarixda unaqa yiqilish qayta bo'lmaydi. 27 bal. Tasavvur qilinglar, qarz olmabsan ham dedim. 27 bal olish uchun ism familiyasini to'g'ri yozgan xolosda. Endi buni bu yoqqa kirib olganlar omad endi 4 yil qachonlardir yaqinda gender tenglik so'rab chiqishda. Men shuni nimaga qizlar so'rab chiqqanini tushuna olmayapman-da, chunki yo biz boshqa tarafda yashaymizmi? Men misol biz tarafda qizlarni erkalatib chaqirishadi oilada, bilasizlarmi? Men misol asal qizim, shakar qizim, erkatoy qizim, mana qizlar yozadi o'zlari. O'g'il bolani olsa mana shu "Oy, bo'zay. G'uday bo'sib qolgansan" deb itsan-da sen o'zi bir napinta ham, uyga ham o'tda shunaqa-da. Qiz bola ozgina yo'talib bir kasalga o'xshab qolsa, bir pasda davolatib doktorga ko'rsataylik. O'g'il bola oyog'i sinib yotibdi. Sen shu telefonni ko'proq o'ynagansan. Telefondan bo'ladi-da o'zi mana shu telefonni chiqarganda uyi kuymadi deb boshlanadi. Ya'ni nimaga bunaqa desam, qiz bola birovda hasmi birovda uyiga ketadi u bir kun kelib deb beradi. U men uyda qolaman degani, men o'lmayman degani emas-da. Yana bu qiz bola deb dadam. Qiz bola meni jannatga olib kiradigan qizim bu qiz. Sen meni erta kundan go'rimga olib kirmasang bo'ldi. Unaqa niyatim yo'q. Men bir 15 tasiga podpiska bosgan ekanman deganlar, hozir o'ylab qarasam. Vatan uchun bu narsa qilamiz deyishganiga, baqir-chaqir qilish ishani bosibman. U serialning qachon qismi boshlanadi? Vatan uchun nimadir qilishadigan qismi to'g'risi. Bittasi 700 mingta, bittasi 1 million olib ketdi. Bittasi TikTokda battle o'ynaydi, vatan uchun nima foydasi bor bilmayman. Bittasi o'zbekman urushadi, o'zbek parrada olib chiqib oladi. Yana bittasini tut qadaligini ham bilmaysan, to'g'ri. Vatan uchun deb, vatan uchun nimadir qilishasan senlar. To'g'ri, Bahodir Jalolov olimpiya chempion bo'lib kelganda vatan uchun deb senlarchalik ko'p gapirmagan, to'g'ri. Senlar 1 minutli relsingni aytib beribsan, aka. Butun umr davomida vatan uchun mana ish qildim degan gaplarini. To'g'ri. Chegarada hech kun uxlamay himoya qilayotgan bola senlar videoni ko'rib, biz vatan uchun hech qilmayapmiz ekan. Mana turibmiz ekan deb o'ylashyapti prost. Aldashormagan, vatan uchun degan odamni podashga qilmay qo'yinglar. Ular faqat aldaydi. Vatan uchun qilmadi reklama qilishyapti.